bola o'zini fundamental uni xarakteridagi elementlarni yoshligida 3 yoshgacha shakllantiradi. Bir xil toifadagi ota-onalar bor. Bolasini doim uyda ushlab o'tirishga harakat qiladi, ko'chaga chiqazmaydi. Farzandni maktabi uni butun kelajagini hal qiladi. Bizda kelajakda yoshlarda bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy hislatlarni oldini olishimiz uchun hozirdan ta'limni yaxshilash haqida o'ylashimiz kerak. Yoshlarimiz orasida qanaqa muammolar kuzatyapsiz? Boshqada o'xshagan narsa sizda o'xshaydi degani emas. Koreyani hozirgi darajaga yetishida asosiy rol o'ynagan faktorlardan biri bu boshlang'ich maktabda. Boshqa davlatlarda ham bizdagi muammolar bormi? Balki bizdan katta muammolar bordir. Yoki u yerda hammasi zo'rmi? O'zbekiston mana biznes qilish uchun eng zo'r mamlakatlardan bittasi. Siz qayerda ustunligingiz borsa, o'z yurtingizda ustunligingiz bor. Qat idealsa hech qat ideal emas. Qayerda tanlash kerak? Ustunligingiz bor joy tanlash kerak. Bu yerda pul topib bo'lmayapti. Ya'ni chetga ketsam ko'proq pul topaman degan narsasi bo'ladi-da. Pul topa olgan odam har doim ushlab qola olmaydi. Ota-ona qilishi mumkin bo'lgan farzandiga eng yaxshi qaror bu to'g'ri atrof muhitga solib qo'yish. Xush kelibsiz Jahongir aka. Assalomu alaykum. Atxam aka, yaxshimisiz? Rahmat, xudo shukr. Podkast boshlaganmiz, xabaringiz bor. Ko'rib turaman, yaxshi ketyapti. Juda anaqa intensiv. Zo'r. Ochiq suhbat bo'ladi. Endi bir ikkita savollarimiz bor tayyorlagan. Masalan, o'sha sizni dunyoqarashingiz, fikrlashingiz asosan shu yoshlar, ularning tarbiyasi, qarab yurishimiz kerak o'zi, mana shular haqida bo'ladi. O'zingiz ta'lim sohasidasiz. Adashmasam 10 yildan beri ta'lim sohasidasiz. Asosan shu yoshlar bilan ishlaysiz. Cambridge o'quv markazida 10 mingdan oshiq yoshlar tahsil olishadi. 12 mingta juda nima deydi, shuncha yoshlarimizga ilm berishda, ya'ni ularni o'sha til o'rganishida, chetga chiqib ishlashida, ya'ni qanaqadir bir ko'mak beryapsiz. Ya'ni til bilgan baribirga demak el biladi. El biladi, ko'p narsani biladi. O'sha hisobiga birinchi o'rinda rahmat demoqchi edim, ya'ni ta'lim sohasida mana shunaqa ishlar qilayotganingiz uchun. Endi savollarga keladigan bo'lsak, asosan hozirda yoshlarimiz orasida qanaqa muammolar kuzatyapsiz? Ya'ni ularning hayotida, dunyo qarashida, umumiy xalqimiz ichida qanaqa bir katta sizga ko'zga ko'ringan muammolar mavjud? Avvalambor taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa o'ylaymizki, suhbatimiz inshaalloh ko'radiganlarga manfaatli bo'lsin. Endi hozir mana yoshlar deganda birinchi o'rinda tushunib olishimiz kerak, qaysi auditoriya haqida gapiryapmiz. Menimcha biz o'rta o'sha o'smirlar haqida gaplashyapmiz. Chunki misol uchun 10, 11, 12 yoshgacha asosan ota-ona qaramog'ida bo'ladi va ko'p ta'sirini ota-ona o'tkazadi. Undan keyin bola ozgina mustaqil bo'lishni boshlagandan keyin unda qanaqadir bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu ham atrofdagi jamiyat ta'siri ostida. Endi misol uchun hozirgi holatda qanaqa bir muammolar yoshlar orasida bor deydigan bo'lsak, misol uchun birinchi eng bizda keng tarqalgan muammo o'ylaymanki, bu maqsadsizlik yoki maqsadni aniqlab ola olmaslik deb o'ylayman. Nima sababdan? Mana bu narsani biz endi asosan o'smirlar bilan ishlaymiz, universitetga kirmoqchi bo'lganlar bilan. Ba'zi o'quvchilar shunaqa narsa kuzatiladiki, qat'iy universitetga kirishini o'zini salohiyatdan kelib chiqib emas, kelajakda kim bo'lmoqchiligidan kelib chiqib emas, balki boshqa ta'sirlar ostida qaror qabul qiladi. Bunaqa ta'sirlar birinchisi ota-ona bo'lishi mumkin. Albatta ota-ona farzandiga yaxshilikni xohlaydi, lekin ota-ona ba'zan hozirgi trendlardan, hozirgi o'zgarishlardan yoki farzand salohiyat bilmasligi ham mumkin. Misol uchun shunaqa holatlar bo'ladi, ba'zida ota-onaning qarori bolaga yomon ta'sir qiladi. Misol uchun aytishim mumkin, men doktor bo'lganman, sen doktor bo'lishing kerak. Men advokat bo'lganman, sen advokat bo'lishing kerak. Degan narsa. Endi bu bir tomondan qarasak to'g'ri bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zini o'sha yaxshi kasbini bolasiga bir yetkazmoqchi. Lekin bu salohiyat masalasi bor. Misol uchun qaysidir insonning farzandi o'zi doktor bo'lsa ham, lekin uni anaqasi iqtidori matematikada bo'lishi mumkin, ITda bo'lishi mumkin. Unaqa paytda bolaga ozgina erkinlik berish kerak deb o'ylayman. Ya'ni mana shunaqa ta'sir ostida misol uchun ota-onasi aytganini qilib qo'yishi mumkin.
o'sha ya'ni aniq maqsad yo'qligi o'sha muammosi haqida gaplashsak, keyingisi bu hype'ga o'tish. Misol uchun aytaylik, hamma vesga kiryapti, men ham kiray, hamma trader bo'lyapti-yu, men ham trader bo'laman yoki hamma gummaxona ochyapti, men ham gummaxona ochaman. Ya'ni nima zo'r bo'layotgan bo'lsa, bo'ldi, men ham shuni qilaman. Mana shu narsa ham bir maqsadsizlikka misol bo'lishi mumkin. Sababi boshqada o'xshagan narsa sizda o'xshaydi degani emas. Chunki boshqa inson shunga qobiliyati bo'lishi mumkin. Background to'g'ri keladi va avvalambor uni shu taqdirda shu narsa yozilgan ekan, shunaqa natijaga erishdi. Lekin misol uchun o'zini o'qib boyagi kim nima qilsa shu to'g'ri ekan, shu zo'r ekan deb ketish maqsadsizlikka bo'lishi mumkin. O'sha hype'ga uchish masalasi bor. Yoki misol uchun boshqa bir o'rtoqlarni, kimdirlarni, qarindoshlarni ta'siriga tushib qolish. O'zini fikri yo'qligi mustaqil, tanqidiy fikrlar olmasligi uchun, o'zini tushunmaganligi, qobiliyatini bilmaganligi uchun. Qarindoshlar nima desa, o'rtoqlar nima desa, bo'ldi, men ham shunaqa qilaman. Hamma narx o'zgaryapti, men ham kiraman. Nima o'zgarmoqchisan desa, zo'r joy-ku, men diplom olay, keyin ko'ramiz. Diplom olgandan keyin nima qilasan desa, misol uchun bilmadim, olaychi keyin ko'ramiz degan holatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi men katta bir ko'rgan narsa, bir muammo bu o'sha maqsadsizlik. To'g'ri maqsad yo'qligi, har xil ta'sirlar ostida bu narsa shakllanadi. Endi bizda yana O'zbekistonda misol uchun shunaqa bir holatni kuzatish mumkinki, boshqalar fikridan ta'sirlanish. Ya'ni misol boshqa nima deb o'ylaydi? Misol uchun IELTS olish kerak, hamma o'qiyapti, men ham olishim kerak. Balki unga IELTS kerak emasdir. Balki ingliz tilini u beginner emas, misol uchun intermediate darajada bilsa yetar. Balki hammaga o'xshab 8.5 emas, 5 olsa ham yetar misol uchun. Mana shunaqa maqsadsizlik eng katta muammolardan bittasi deb o'ylayman. Ikkinchisi bu bilmadim, bu qanaqa tushuntirsa bo'ladi, chiroyliroq hozir so'z topishga harakat qilasiz, betayinlik bo'lishi mumkin. Ya'ni yoshlar orasidagi muammo, ya'ni vaqtini bekorga sarflash, shu ham maqsadsizlikni bir yo'nalishlardan bittasi bo'lishi mumkin. Ya'ni misol uchun 7, 8, 9, ba'zan katta sinflarda ham turli xil kompyuterda yoki telefon o'yinlarga mukkasidan ketish. Mana hozir PUBG degan o'yin paydo bo'lgan. Misol uchun juda ko'pchilik bilishim bo'yicha o'ynaydi. Bu o'ziga yarasha o'zining auditoriyasiga ega. Ya'ni mana shu narsa aytaylik, ko'pchilikni bir e'tiborini, vaqtini, qimmatli vaqtini o'ziga tortib oladi. Yoki yana shu buni betayinlik degan narsamizda inson o'zini yoshda nazorat qilmagani uchun ko'p vaqtni ijtimoiy tarmoqda o'tkazish, ya'ni 10 soat, 12 soat ular uchun norma bo'lishi mumkin. Qaysi umrni katta qismini tashkil qiladi kun davomida. Mana shu muammolar menga hozir ko'ringan muammolar. Mana shu muammolar o'ylaymanki qanaqadir bir muolaja talab qiladi. Jamiyatda misol uchun ayniqsa bo'lib ham ta'lim sohasidagi insonlar mana shunaqa muammolarga qanaqadir bir fundamental yechim berish ustida ishlash kerak deb o'ylayman. Maqsadsizlik haqida gapirdingiz. Haqiqatda bu juda dolzarb mavzu va men taniydigan barcha nimadirga erishgan insonni agar kuzatadigan bo'lsak, har bittasini aniq maqsadi bor. Ya'ni maqsaddan ham yuqori bir qanaqadir missiya uchun yashaydi-da u. Ya'ni qanaqadir bir katta missiyasi bor. O'shani ko'zda tutib olib, uni mayda maqsadchalarga bo'lib, o'shani ketidan yuradi. Ya'ni hayotni shunga sarflaydi. Endi bunga 100% qo'shilaman, lekin hamma ham unaqa emas. Siz aytganingizdek, ya'ni katta bir muammoga aylangan bu xalqimizda, ya'ni qanaqa muolajalar ko'rasiz? Ya'ni buni ta'lim dargohlari mana sekin-sekin ustida ishlash kerak dedingiz. Ta'lim dargohlari buni to'g'rilash kerakmi yoki bu yoshlikdan ota-ona qanaqadir singdirib borish kerakmi yoki bola o'zi nechidir yoshga kelib tushunib qolish kerakmi, buni maqsad qo'yish kerak ekanda. Endi bu yerda ikkita holat bor. Misol uchun biz agar hozirgi yoshlarni muolajasi haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi yoshlar maqsadsiz nima qilish kerak? Bu boshqa bir yechim talab qiladi. Ikkinchisi bor, 10 yildan keyingi yoshlar, 20 yildan keyingi o'zbek misol yoshlari maqsadli bo'lishi uchun, o'zini yo'lini bilishi uchun nima qilishimiz kerak desa, bu boshqa yechim talab qiladi. Chunki holat boshqacha. Endi misol uchun hozirgi holatda o'sib kelayotgan yoshlar maqsadli bo'lishi uchun ta'lim sohasi vakillari nima qilish mumkin desa, turli xil usullarda ularga maqsad qo'yish dolzarbligini, uni instrumentlarini yetkazib berish va misol bo'la olish. Misol uchun maqsad qo'yish, unga erishish bo'yicha misol bo'la olish. Mana misol uchun biz Cambridge o'quv markazida yilni boshida, yilni oxirida maqsad mavzusida ko'proq suhbatlar qilishimiz mumkin. Misol uchun tadbirlar o'tkazamiz, o'quvchidan yig'amiz, tushuntirgan bo'lamiz, uni YouTube yuklaymiz. Bu ham qanaqadir shuni bir formasi. Ya'ni misol uchun buni istalgan o'quv dargohida aynan mana shu auditoriyamiz qilsa bo'ladi. Asosiy kurikulum, o'sha dars o'tish
bir yo'nalishidan chiqib ketmagan holatda qo'shimcha sifatida berib borsa bo'ladi. Bu misol ta'lim sohasi vakillari agar mana shu mavzuni, muammoni dolzarb bilan his qilsa, mana shuni yechim qilishi mumkin. Ikkinchisi bu kelajak avlod uchun nima qilishimiz kerak desa, bu narsa hozirgi men aytgan yechim bu vaqtinchalik va hozirgi bo'lgan holatda o'zgartirish. Bu bilan lekin katta qismini qamrab olish qiyin, chunki mana siz misol uchun 500 kishiga trening o'tdingiz maqsad qo'yish bo'yicha yoki siz misol YouTube da siz videongizni 10 mingta odam ko'rdi, lekin buni amalda qo'llaydigan 1% bo'lishi mumkin. Ya'ni misol uchun biz 500 tadan 5 kishi haqida gaplashyapmiz. Tushunasiz? Ya'ni shunaqa, ya'ni dunyoda ham boshqa mamlakatlarni qaraydigan bo'lsak ham, ya'ni hamma maqsad qo'yib yurmaydi-da. Shunaqa. Lekin bizga misol uchun hammani maqsad qo'ydirgan maqsadning o'zi yo'q. Chunki buni amalga oshirib bo'lmaydi. Lekin bizda ko'pchilik va iqtidori borlar shu narsani o'zida kashf qila olsa. Ikkinchi tomoni endi agar misol biz kelajak 10 yil, 20 yil haqida gaplashadigan bo'lsak, bunaqa holatda bu maktabga borib taqaladi. Ya'ni fundamental ta'limni o'zgartirish orqaligina bu kabi muammolarni oldini olsa bo'ladi. Men misol uchun yaqinda men bir do'stim bilan Koreyada yashagan deyarli 6 yil Koreyani muhokama qildik. Misol uchun u o'zining xulosasini aytdi. Men Koreyada 6 yil deyarli yashadim va shunaqa xulosaga keldimki, Koreyani hozirgi darajaga yetishida asosiy rol o'ynagan faktorlardan biri bu boshlang'ich maktab deyapti. Boshlang'ich maktab nimaga misol uchun 1 dan 4 gacha 5 gacha haqida gapiryapmiz, nimaga 5 dan keyingisi emas? Chunki boshlang'ich maktabda u fundamental prinsipni shakllantiradi. Nimaga axlat tashlamaslik kerak? Nimaga navbat kutish kerak misol uchun? Nimaga misol birovni haqqiga xiyonat qilish kerak emas? Ular misol uchun musulmon mamlakat bo'lmasligi mumkin yoki ularda misol uchun o'sha diniy tomondan musulmonlar ulushi kam bo'lishi mumkin, lekin ba'zi bir o'sha islom dinidagi aytaylik qadriyatlar o'tda ham ko'rishimiz mumkin, misol halollik va hokazo narsa ko'rish. Bu narsa lekin qanaqa singdirilgansa o'sha primary schooldan, ya'ni shu boshlang'ich maktabdan boshlab turib singdirilgan. O'sha fikr etdi va bu narsa nimani ko'rsatsa, bola o'sha fundamental agar boshida misol uchun fundamental bilimdan olgan bo'lsa, ko'nikmani olgan bo'lsa, prinsiplar shakllangan bo'lsa, bu yillar davomida unga boyagi to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Yillar davomida yaxshi ketishida, misol biza aytaylik bir boshqalarga o'rnak bo'la oladigan jamiyat a'zosini shakllantirmoqchimiz deydigan bo'lsak, mana shunaqa yondashuv kerak. Ya'ni biz faqatgina hozirgi oqibat bilan kurashishimiz emas, uni sabablarini bartaraf qilishimiz kerak. Bu maktabga borib taqaladi. Bo'lib ham boshlang'ich sinflarga borib taqaladi. Endi misol uchun agar o'sha biza kelajak 10 yil, 20 yildan keyingi avlodni o'zgarish haqida nima qila olamiz deb maktablarni to'g'rilashdan boshlash kerak. Albatta misol uchun davlat maktablarida buni o'zgartirish qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin hech bo'lmaganda xususiy maktab yo'nalishida mana shuni amalga oshirsa bo'ladi. Mana shunaqa fundamental yechimga intilish orqali o'ylaymanki, kelajak avlod nafaqat maqsadsizlikdan dolzarbroq bo'lgan masalalar bor. Misol tarbiya masalasi bor. Yoki misol bolalar betayin deyapmiz. Nimaga borib taqalasa o'sha ta'limga borib taqaladi bu ham. Yoki misol uchun yana bir holat aytishimiz mumkin. O'zbeklar haqida qanaqa imij shakllangansa, mana misol O'zbekistonda yashaymiz. Hammada manimcha bo'lgan. Nimagadir o'risga ko'proq ishonasiz. To'g'ri? Shu aldab ketmaydi deysiz-da. Misol uchun o'rtog'imiz Ruslan bor. To'g'ri, men unga boru boyagi misol uchun 100 ming berib qo'ysa, kim aldab ketmaysa, men shuni Ruslanga olib bergan bo'lardi. U aldamaydi. Endi albatta u misol uchun musulmon yaxshi yigit, oilasi ham yaxshi, shu faktorlar bor, lekin imij tomonidan olib qarasak, o'zimiz juda ko'p duch kelganmiz. Nimagadir o'rislar aldamaydi. Lekin o'zbeklarda aldash holatlari ko'p bo'lishi mumkin. Albatta bu yerda bitta faktor bor, proporsiya masalasi. Misol bizda 10% o'rislar yashasa, 90% o'zbeklar, albatta bu yerda o'rislarchidan aldaydiganlar bor. Ya'ni 90% bo'lgansiga bu 9 barobar ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin umumiy imij haqida gapirsak, nimaga aldashadi? Savol. Yoki biz navbat kutish masalasi, juda bir elementar masala. Hammamiz kasalxonada bo'lganmiz yoki poliklinikada bo'lganmiz, to'g'rimi? Yoki biror bir joyda navbat kutish ko'rganmiz. Men etib ketdim, men shundan o'tib ketdik, hal qilib oldik, shundan kiraman chiqaman. Uzr, bu navbat, birovning haqqi masalasi bor bu. Men keldim, 15 minut turdim. Nima sabab mendan keyin kelgan odam, men xohlasamgina o'tish mumkin, chunki men o'zim o'rnimni unga bera olmayman. Lekin mana shunaqa amal qilmaslik. Nimaga? Bu ham fundamentga borib taqaladi. Fundamental darajada tushunmaydi muhimligini. Ya'ni misol uchun aldash mumkin emasligini tushunmaydi. Kattalarga hurmat masalasi misol uchun, muomala madaniyati bor, oddiygina. Yoki misol uchun juda ko'p holatlarda, ba'zi holatlarda ko'rishimiz mumkin. Jamoat joylar telefonda gromkida gaplashadiganini men tushunmayman.
Misol uchun, ya'ni bu oddiy farosat masalasida. Farosat ham fundamental ta'limga borib taqaladi. Misol uchun biz chet elga chiqqanimizda, Yaponiyaga misol uchun men borganimda, yaponlarni ko'rib borgan kishilar ko'plar e'tirof etadi, ularning tarbiyasi, o'zini tutishi va hokazo haqida. Bu ham ta'limga borib taqaladi. Ya'ni bizga kelajakda yoshlarda bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy hislatlarni oldini olishimiz uchun hozirdan ta'limni yaxshilash haqida o'ylashimiz kerak. Albatta bu narsa misol uchun bittada natija bermaydi. 5 yildan keyin biz ko'rmaymiz natija. 10 yildan keyin eng birinchi natijani uchqunlarini ko'rishimiz mumkin. Lekin bu narsa 20 yildan keyin shunaqa effekt berishi mumkinki, o'sha inglizda compound effekt deydi, yig'ilib bittada katta natija berishi mumkin. Nimaga shu boy tarbiya qilinib kelingan yoshlar kattaradi. Ular ota-onaga aylanish boshlaydi. Ular xodimga, ish beruvchiga, mana misol mas'uliyat masalasi ishxonada. Ishga kech kelish ba'zi joylarda norma. Uni to'g'rilash uchun shtraf qo'yish kerak, jarima. Yoki xodim ish vaqtida boshqa ish bilan shug'ullanib o'tirishini norma deb hisoblaydi. Men ishxonadaman-ku. Men shu yerdaman. Uzr, lekin sen shu yerdaliging uchun hech kim senga pul bermayapti. Kelishuv bor. Sen meni ishimni mana shu vaqt ichida bajarishing kerak. Shuning uchun men senga pul beraman. Sen buni evaziga shuni qilishing kerak, misol uchun-da. Ya'ni kelishuv qanaqa bo'lgansa, shunaqa bo'lgan. Lekin ish vaqti Instagramda o'tirish uchun so'raganmiz, yo'q so'ralmagan. Lekin bu norma deb qabul qilinadi. Lekin misol uchun ba'zi bir boshqa jamiyatlarda bunaqa emas. Bu norma emas. Yaponiyani olishimiz mumkin. Ba'zi Yevropa mamlakatlarida, endi hammasi emas. Misol uchun bu narsa norma bo'lmasligi mumkin. Bu narsa shu hamma hozirgi biz ko'rib turgan jamiyatdagi muammolar, ijtimoiy juda kichkina biz duch kelishimiz mumkin bo'lgan masalalar. Nima sababdan misol biz chet elda bo'lsak, misol uchun tirbandlikda, probkada qolib ketgan taqdirimizda signal chalmaymiz. Qolganlar ham chalmaydi chunki. Nimaga bizda Barakat aka mashina yuryapti yoki Barakat aka boshi oldimizda mashina turibdi. Signal chalganda men qayerga yuraman degan savol berasiz-da ba'zan. Shunaqa holatda signal chalinaveradi. Men mantiqni tushunmayman. Bitta anaqa aytib bering. Yaqinda 3-4 kun bo'ldi. Svetofor turibmiz. Chorrahada gay turibdi-da. Gay shug'ulni anaqa qilibdi. Svetofor ham ishlayapti endi. Qizil, yashil bo'lib turibdi. Yashil bo'ldi-da. Bitta mashina kelib signal chalyapti-da. Bala chalyapti. Qarab turibman-da, u chalyapti. Hatto gay turibdi, ko'rmayapti. Mashg'ul. Endi buni o'ylab ko'ring. Buning sababi nima? Aytishimiz mumkin, muhit bizda shunaqa shaklda, lekin muhitni kim yaratadi desa, muhitni o'sha jamiyatning a'zolari har bitta bir unit sifatida, bir kichkina birikma sifatida o'sha butun bir jamiyatning a'zosimizmi, biz o'sha muhitni shakllantiramiz. Siz signal chalmaysiz, men chalmayman. Meni atrofimdagi 50 ta odam chalmaydi, siz atrofingizda 50 ta, uni atrofida 50 ta odam. Bor bu narsa nimaga olib keladi? Ko'pchilik chalmaslikni boshlaydi. Ko'pchilik chalmagandan keyin chalgan odam o'zini ajralib qolgan his qiladi. Inson shunaqa narsa bu ajralib qolishni xohlashmaydi. Nimaga? Chunki bu xavfli bo'lishi mumkin degan bir tushuncha bor. Uyalib qolishi mumkin, xudolar nima deydi va hokazo. Tushunasizmi? Ya'ni shu sababli ham bunaqa holatda ya'ni bu uzoq muddatdagina natija beradi. Lekin biz hozir jamiyatda har kuni kundalik ijtimoiy holatlarda duch keladigan muammolarimizni hammasini fundamental sababi ta'lim tizimidagi muammolar. Buni misol uchun biz tan olishimiz kerak. Chunki bu haqida misol tadqiqotlar o'tkazilgan taqdirda ham bizdagi misol ta'lim darajasi va hokazo bo'yicha ochiq ma'lumotlar ham bor misol uchun-da. Ya'ni shu ya'ni hozirgi ijtimoiy hayotimizda, kundalik turmushimizda biz duch keladigan bizga yoqmaydigan misol uchun juda ham bir haslamiz pir bo'ladigan holatlarning sababi borib ta'limga taqaladi. Bo'lib ham shu boshlang'ich ta'limga, endi juda ko'p mamlakatlarni tajribasini oladigan bo'lsak va shuni to'g'irlash orqaligina biz nimanidir o'zgartira olamiz kelajak avlod uchun. Hozirgilarda bizni misol uchun 18 million yoshni olib turib trening o'tishimiz mumkin. 1% gina natija beradi. O'zi 18 millionga trening o'ta olamiz, o'zi o'ta olmaymiz. Endi teoriyada biz o'ta oldik deganda 1% gina. Lekin boyagidagi uzoq strategik, uzoq muddatli harakatlar qilinsa, bu narsa 10 yildan keyin, 20 yildan keyin o'zbeklarning imijini o'zgartirishga sababchi bo'lishi mumkin. Shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni hozirgi shu bo'layotgan muammo ikki xil yechimi bor ya'ni. Ikki xil yechim ko'raman. Birinchisi hozirgi on spot deydi. Ko'rib turib hozir o'zida yechim berish. Ikkinchisi kelajakda shu muammo bo'lmasligi uchun nima qilamiz desa, fundamental ta'limda o'zgarishlar qilish kerak. Endi mana shu xususiy maktab dedingiz, ya'ni xususiy maktablarda o'sha boshlang'ich ta'limni o'zgartirishimiz kerak dedingiz. Siz shunaqa xususiy maktablarni bilasizmi? Shu narsani qilayotgan hozir? Bor. Shuni qilayotganlar bor. Misol uchun Rahim School bor. Shu ishni qilyapti. Endi men Azbekni o'zim yaxshi taniganim uchun, uni biznesga, ta'limga yondashuvini bilganim uchun aytaman. Juda jon kuydiradigan inson va
uni ham dardi o'sha atrofida, shu hozirgi biz muhokama qilgan mavzular atrofida va qilayotgan yechimlar ham shularni bartaraf qilish uchun kelajakda. Men o'z bilan suhbat qilganimda ham misol uchun nima sababdan maktab qilayotganini tushuntirib bergan, ya'ni buni mohiyatni yetkazish kerakligini, misol uchun ya'ni qiziq suhbat bo'ldi yaqinda Azizbek bilan o'tirib, o'sha maktablar hozir nima taklif qilishadi, top universitetga olib kirish. O'zi hammaga kerakmi degan savol bu. Top universitet hammaga kerakmi? Yo'q, kerak emas bo'lishi mumkin. Balki u bola o'zi xohlagan nuqtaga yetish uchun mahalliy universitetni o'zi kifoya qilar. Biz birinchi o'rinda uni qobiliyatlarini bilishimiz kerak, nima xohlayapti va boradigan yo'l chizib berishimiz kerak. Ta'lim sohasi vakili sifatida. Va Rahim Schoolda mana shunaqa bir yondashuv bor. Ya'ni shunga misol Sodiq School. Sodiq Schoolda ham shunaqa narsa bor, ya'ni ular ham bolalarga mohiyatni ko'proq tushuntirish. Bolalarni nafaqat bilim ber, nafaqat robotga o'xshab IELTS, SAT top universitet, IELTS, SAT top nima qilib beradi? Misol uchun bizga hozirda misol uchun pediatr xirurglardan 50 ta kerak professional. O'zbekistonda hozir shunaqa muammo bor. Biz top universitetga joy o'tda qoldirib nimaga erishamiz? Biz o'zimizda bo'lishi mumkin bo'lgan eng zo'r potensiallarni berib yuboryapmiz. Yo'q, qaytib kelsin. Mana shu narsani singdirib amalda qo'llayotgan o'zim bilganlar, misol uchun hozir IB maktablar haqida gapirmayapmiz. O'rta segmentdagi maktablar haqida gapiryapmiz. Chunki IB maktabda asosan chet elga jo'natish, ya'ni chet universitetlarga osonroq kirish va hokazo shunaqa yo'nalishda. IB bu International Baccalaureate, shunaqa bir programma bor. Bitirganingizdan keyin top universitetga kirishingiz osonroq bo'ladi. IB haqida gaplashmayapmiz, u umuman boshqa segment. Lekin misol ommadan misol o'rta segmentdagi maktablar haqida gapiraylik. Ularning orasida ikkita mana shu maktabni men e'tirof qilaylik. Qaysiki haqiqatda robotlar tayyorlash bilan emas, ya'ni IELTS bor, SAT bor, top universitet, lekin maqsadi yo'q boshqa. Top universitetga kirish bo'ldi, boshqa maqsad yo'q. Kirdi, qanaqadir muddat bir hammani e'tirofiga tushdi, e'tiboriga tushdi, bo'ldi, keyin o'tib ketdi. Hammasi o'sha yerda o'qiydi, keyin nima qiladi? Bilmaydi. Nimaga? Chunki boshidan unga mohiyat tushuntirilmagan. Kim bo'lmoqchi o'zi? Nima kerak o'sha inson bo'lib? Pul topish uchunmi, yaxshi yashash uchunmi? Unda boshqa ish ham qilsa bo'ladi-yu, yaxshi yashab pul topish uchun, to'g'rimi? Top universitetga kirish shart emas u, o'sha oylikni olish uchun. Mohiyat tushuntirilmagan. Misol uchun yaqinda bitta o'rtog'im ukasi neuroscience bo'yicha adashmasam universitetga grant yutib oldi. Bitta juda mashhur, nomi esimdan chiqdi hozir. Mashhur universitetga grant yutib oldi va menga aytibdi, men ukam olim bo'lmoqchi dedi. Miya faoliyatlarini o'rganish va hokazo olim bo'lmoqchi. Wow dedim. Zo'r. Men to'g'ri bu sohani birinchi marta eshitishim edi, u aytayotganda. Neuroscience mi qaysi bir juda bir tor yo'nalish haqida gap ketyapti. Ya'ni bu ommadan business management emas, bu. Marketing emas bu. Ya'ni juda tor yo'nalishda. Ya'ni men o'ylayman, mana shu yigit qarang, qaydir 2 yil kutgan institutga kirishini, 2 yil gap year olgan, ya'ni maktab tugatgan, 2 yil institutga kirmagan, kutgan, o'sha universitet ta'lim, o'sha yo'nalish uchun harakat qilib kirgan, 100% grant olgan, 300 ni qanchadir ming va o'sha juda tor yo'nalishda olim bo'lmoqchi. Qoyil. Bizga shunaqalar kerak-da. Misol, hamma biznesmen bo'lsa, uzr, farzandlarimizni kim davolaydi misol uchun? Masalan, uylarimiz kim yaxshi quradi, zilzilaga bardoshlik qilib turib, yoki yeyotgan ovqatlarimizni kim nazorat qiladi, ichayotgan dorilarimiz misol uchun. Bizga hamma kerak. Bu narsani demak, haqiqatda amalda qo'llayotgan maktablarda, misol uchun Rahim School va Sodiq School men o'zim egalarini taniyman. Tizimdan xabarim bor. Meni yaqinlarim o'sha maktablardan birida o'qishadi. Shuning uchun men mijoz sifatida ham e'tirof qila olaman va u inson tanigan inson sifatida ham, ya'ni harakat bor asosiy, harakat. Lekin albatta misol uchun bizda hozir O'zbekistonda 600 ga yaqin xususiy maktab bo'lsa, 2 donasi. Men bilmagan boshqalar bo'lishi mumkin, lekin men ko'pchilikni taniyman maktab sohasida, katta igroklarni, lekin shular ichida 2 donasi. Mayli, misol uchun bir 2-3 yilda bir tendensiya o'zgarib, bu narsa ko'payib bo'lishi mumkin, lekin shunaqa qilish orqaligina biz nimadirga erishishimiz mumkin deb o'ylayman kelajakda. Aynan yoshlarning tarbiyasi, yoshlarning ta'limi bo'yicha. Men o'z shu savolni bermoqchi edim. Ya'ni boya aytganingizdek 18 million yoshlar bor O'zbekiston bo'yicha va ikkita maktab yetarlimi? Ya'ni ular Azdakida bitta maktab, Hasanxo'jakida ikkita maktab va u ham Toshkent joylashganda. Ya'ni juda kichkina masshtabda demoqchiman. Endi bilasizmi, men qanaqa o'ylayman? Albatta bu narsa hozir natija bermaydi. Albatta bu juda ham kam, 18 million yosh, lekin to'g'risi bizga 18 million hammasini yaxshi qila olmaymiz. Shuning uchun qabul qilishimiz kerak. Misol uchun Rahim School, Sodiq School'dagi 1000 tadan maktab bo'lsa ham yaxshi qila olmaymiz hammani. Lekin shuni ichida yaxshi bo'ladigan kichik foizi bor.
Bu xuddi tomizg'a effektini beradi. Yani qattiq qilishimiz uchun, suzma qilishimiz uchun. Tomizg'a kerak, achiydi va hokazo shunaqa jarayonda bo'ladi. Xuddi shunaqa mana shu maktablar bo'lishi bu trendni boshlab beradi. 10 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, biz Cambridge o'quv markazini ochgan payt ham o'quv markazlari ko'p edi. Hozirgidek ko'p emas, lekin bor edi, nomi chiqqan, ko'p yildan beri ishlab kelayotgan. Endi bu yerda faqat biz emas, boshqa yana o'yinchilar ham bor. Qaysi 3-4 ta o'yinchi bozorga ta'sir o'tkaza oldi. Yoppasiga markaz ko'payib ketdi. Hozir misol uchun ingliz tili o'quv markaziga borsangiz, o'tdagi sharoitlar universitetlardan-da yaxshiroq. O'tdagi yaqinda bir tanishim kelib turib, nima qilasizlar deydi. Ana dars ingliz tili o'rganish. Nima qilasizlar Jahongir? Men вообще hayron, men o'qigan payt bunaqa narsa yo'q edi. Sizlar вообще kelajak-ku bu deydi. Va ilovadan kirib nimadirlar qiladi, gamifikatsiya va hokazo. Men juda shokka tushganda, ya'ni universitetda bunaqa sharoit yo'q edi. Raqobat hisobiga. Misol bular hozir trendni beradi. Misol ko'pchilik bilan tanlashni boshlaydi. Undan keyin qolgan maktablar qaraydi, demak mana shunaqa ishlash kerak ekan. Bu narsa keyin sekin-sekin o'zini natijasini berishi mumkin. Lekin bundan boshqa yechim men ko'rmayapman. Endi misol uchun 18 million yoshlar bor va o'sha 600 ta xususiy maktab bo'lgan taqdirda ham, hozir siz aytdingiz, ulardan ikkitasi o'sha qilyapti, lekin 598 tasi ham qiladi degan, qilyapti degan taqdirimizda ham, ya'ni bilmayman, 1 millionni ham qamrab ololmaydi-da yoshlar. Ya'ni olish kerak emas. Ha, kerak emas. Bu yoqdagi 15 million nima qilishga shu yurish kerakmi? Ya'ni ularni ham misol uchun ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q. Ya'ni tushunasizmi? Ya'ni o'zi shu yo'q edi-yu. O'zi shu yo'q edi. Ya'ni не то что 1 million yoki 500 ming yoki 100 ming, 10 ming bola haqida gapiringlar. Yo'q, lekin men bittanasiga ishonaman, misol uchun mana Temurbek Adhamov yoki misol Rustam Rahmatov deylik, Adham Shaysayev deylik yoki misol uchun Azrahimov, bizga 10 mingta shunaqa bolalar kerak. Bizga 10 millionta srednichok emasda, tushunasizmi? O'rtacha 10 millioncha odam emas. Mana shunaqa bozorni o'zgartira oladigan, ta'limga ta'sir o'tkaza oladigan 10 mingta shunaqa odam bo'lsa, ta'lim o'zidan o'zi rivojlanib ketadi. Tushunasizmi? Chunki mana hozir ta'lim sohasidagi yetakchi kompaniyalarni qarasangiz, misol uchun ularni aytaylik 10 ta, 15, 20 ta kompaniya bo'lishi mumkin. Shuni ochgan insonlarning umumiy xislatlarini shakllantiradigan bo'lsa, hammasi misol uchun missiyasi bor, qadriyati bor, harakati bor, katta maqsad va hokazo. Hech kim misol uchun men boyib ketay deb bu ishni qilmayapti menimcha. Aynan shu nima deydi, boyagi hozir biz ta'kidlab o'tgan kompaniyalar nimaga? Chunki bu soha boshqalarga nisbatan rentabelli emas. Bundan-da yaxshiroq rentabelligi bor bizneslar bor. Bu salohiyat bilan bu insonlar boshqa biznes qilsa yaxshiroq edi ular uchun moliyaviy tomondan. Lekin tashqaridan birinchi bizning ta'sirotimiz ular pul uchun emas, katta maqsad uchun qilyapti. Bizga shunaqadan 10 mingta yetadi. O'zbekiston o'zgartirib yuborishga. Nimaga? Chunki bitta Azrahimov 10 mingta bola chiqarsa, 10 mingta Azrahimov 10 millionta bola chiqarish mumkin. Tushunasizmi? Shuning uchun bizga hozirgi maqsad shuning uchun tushunishimiz kerak. Hammani o'zgartira olmaymiz. Bunga biz rozi bo'lib qabul qilishimiz kerak bo'ldi. Hammani o'zgartira olmaymiz, lekin biz aynan maktab bo'ladi, boshqa yo'nalish bo'ladimi? 100% o'quvchimiz 1% bo'lsin, lekin juda ham iqtidorli bo'lsin, qaysiki kelajakda o'zgartirish qila olsin. Vatanni yaxshi ko'rsin. Nimaga biz O'zbekistonda tug'ildik? Demak, biz O'zbekiston uchun foyda keltirishimiz kerak. Biz tug'ilgan joyimiz, demak bizning salohiyatimiz, bizning bir kuchimiz, anaqamiz O'zbekistonni rivojlantirishga sarflanishi kerak. Misol uchun, hozir men Bangladeshdagi misol uchun insonlar uchun nima qilib bera olaman? Men hech narsa qilib bera olmayman. Lekin men o'zim uyimda muammo bo'lib turgan paytda men boshqa joydagi muammoni yechishga urinishim qay darajada to'g'ri? Bunda qanaqa motiv bo'lishi mumkin? Puldan boshqa-da. Kattaroq bozor to'g'ri, ko'proq pul to'g'ri, lekin pul qayerga olib ketaman men? Bari hammamiz o'lamiz bir kun. Qolib ketadi. Biz yiqqan shuncha pullar, qurgan qasrlar, mashinalar va hokazo hammasi qolib ketadi kimgadir. Eng qizig'i. Boyaga kimdir kelib turib shuni hammasini isrof qilish mumkin. Lekin motiv pul bo'lmasa, demak biz qatga yaxshilik qila olmaymiz. Birinchi o'rinda o'zimiz tug'ilgan joyi biza obod qilishimiz kerak-da, yaxshilashimiz kerak. Shuning uchun vatanni yaxshi ko'radigan, aynan vatanni yaxshilamoqchi bo'lgan, vatanni o'zgartirmoqchi bo'lgan yaxshi tomon yoshlardan 10 mingta bo'lishi bizni juda katta o'zgarishlar qilishga yordam beradi. Shuning uchun ham biz 10 millionlab emas, aynan shu eng iqtidorli, qaysiki o'zi keyin yana 10 mingta odam tayyorlaydigan insonlarni chiqarishga fokus qiladigan bo'lsak, o'ylaymanki, O'zbekistonda bir yaxshi natijalar kelayotgan 20 yilda bo'lishi mumkin. Ya'ni 5 yil, 10 yilda ta'lim bunaqa darajada o'zgartirib natija olish qiyin. Ta'lim bu uzoq muddatli ish. Natijasini biz tirikligimizda ko'rmasligimiz mumkin.
jadidlik qilgan ishlar e'tirof etishimiz kerak. Ular o'sha paytda O'rta Osiyoda, bizni diyorlarda ilm berishga intilishi, o'quvchilarni o'sha paytda juda qattiq nazorat bo'lgan paytda ham Germaniyaga ham jo'natishganda o'qib kelishga o'zlari moliyalashtirishgan. Mana shu narsa nima uchun qilingan? O'sha narsa hozir natija beryapti. Ular ko'rishmadi buni. Oradan qancha yil o'tdi misol uchun, tushunasizmi? Ya'ni deyarli 100 yil vaqt o'tdi. Ular ko'rishmadi buni. Lekin o'sha paytda ekilgan urug' hozir natija beryapti. Hozirgi misol ta'lim sohasi vakillari o'shalarni misol uchun qilgan ishlarini ham ta'siri baribir bor. Agar bu narsa bo'lmaganda vaziyat bundan-da og'irroq bo'lishi mumkin edi. Ta'limdagi ahvolimiz bundan yomon bo'lishi mumkin edi. O'sha narsa endi hozir bizda misol uchun u davrdagidek qiyinchilik davr emas hozir. Imkoniyat bor. Bunaqa paytni bosish kerak. Bunaqa payt o'sha bor imkoniyatdan foydalanib, maksimal o'zimiz qilishimiz bo'lgan ish qilishimiz kerak. Va bu narsa 30 yildan keyin natija beradi, 50 yildan keyin natija beradi. Lekin mana shu narsa hozir qilinmasa, mana shu qurbonlik hozir qilinmasa natija bermaydi baribir kelajakda. Ya'ni qurbonlik deyilganda salohiyati bor inson boy bo'lib ketish emas, vatanni obod qilish tanlash. Bu ham bir o'ziga yarasha qurbonlik. Mana shu narsalar hozir qilmasa, kimdir o'zini qurbon qilmasa bu soha uchun, kimdir o'zini boyagi nimadirdan voz kechib turib, orzu havasidan bu narsaga e'tibor bermas ekan, 50 yildan keyin farzandlarimiz qanaqa bo'larsa bilmaymiz-da. Lekin hozirdan biz shuni urug'ini ekadigan bo'lsak, bundan misol uchun 30 yildan keyin, 50 yildan keyin bizning farzandlarimiz hozirgidanda, hozirgi yoshlardan-da farosatliroq, hozirgi yoshlardan-da ilmliroq, misol uchun o'zini butun dunyo bo'ylab qora ishchi degan emas, balki intelligent degan bir qanaqadir bir imijga ega bo'lgan insonlar keyin bo'lish uchun biz hozir mehnat qilishimiz kerak. Natija kutish kerak emas. Ta'lim shunaqa sohaki, siz kutmaysiz natija. Ya'ni misol uchun 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil yo'q, 10 plus yil haqida gapiryapmiz. 20, 30, 50 yil haqida gapiryapmiz. Shuning uchun fundamental, bu yerda endi bitta tomon fundamental ta'lim haqida. Endi hozir misol ko'nikma berishda natija olishingiz mumkin. Misol siz 5 yil ichida 1000 ta odam kasbiy qildingiz. Zo'r natija. Bu ham kerak bizga. Faqatgina kelajak yo'q, hozirgi nima bo'ladi degan savol. Hozir yashayapti. Hozirgi muammoni ham hal qilishimiz kerak. Lekin 50 yil keyingi avlod haqida gapiradigan bo'lsak, faqatgina fundamental ta'lim o'zgartirib bergan shu narsani menimcha amalga oshirsa bo'ladi. Zo'r. Yana bitta narsani tushundim boya aytgan gapingizdan, ya'ni oilasida o'zi janjal bo'lib turib, boshqa joyga borib uni obod qilish sal nima kerak? Nima kerak? Aqlga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni shu boyagi narsa o'zingiz uyingizda muammo bo'lsa, qo'shningiz uyini isloh qilmaysiz, siz birinchi uyingizdagi muammoni hal qilishingiz kerak. Bu mantiqadan to'g'ri kelmaydi. Mantiqadan to'g'ri kelmaydi. Ya'ni siz o'sha uyda tug'ildingiz, o'sha siz hozirgidek bo'lishingizga kim sababchi bo'ldi desa, qo'shningiz emas. Uyingiz sababchi bo'ldi, uyingizdagilar sababchi bo'ldi. Bizni qoldi vatanimiz sababchi bo'ldi. Biz hamma shu yerda misol uchun shu to'p tepib katta bo'lganmiz. Shu suvni ichgan, shu nonni yeganmiz. Nimadir yaxshilik qilishimiz mumkin bo'lsa, birinchi o'zimizni yurtimizga qilishimiz kerak deb o'ylayman-da. Yurtimizga qilib, yurtimizni obod qilishimiz. Chunki boshqalar ham xuddi shunaqa. U ham o'zini yurtini obod qilish haqida o'ylaydi. Hech kim bizga kelib turib bizni o'zgartirib bermaydi, bizni yaxshilab bermaydi, ta'limimizni zo'r qilib bermaydi. Faqatgina biz o'zimiz harakat qilib, o'zimiz intilibgina shuni qilishimiz mumkin. Shuning uchun men mana shunaqa o'zini yurt rivojiga bag'ishlagan insonlarni juda hurmat qilaman. Shunaqa misol uchun tadbirkorlar ham bor. Jahongir aka Ortiqxo'jayev misol uchun. U inson istalgan joyda yashashi mumkin. Istalgan joyda ko'chib ketishi mumkin xolisi. Istalgan joyga pulini tikish mumkin va istalgan mamlakat men ishonchimga u insonga fuqarolik shundoq berish mumkin. U inson masshtabi qilayotgan ishlari. Lekin nima deyaptilar? Men O'zbekiston ta'lim rivojlantiraman deyaptilar. Men O'zbekistonda tibbiyotni rivojlantiraman deyaptilar. Nima kerak bu insonga esa vatanparvar. Bizga shunaqa insonlar kerak, qaysiki o'zini yurtini, misol uchun isloh qilishga tayyor, o'zini yurtiga investitsiya qilishga, bu narsa kamroq daromad olib kelsin. Lekin ertaga o'lamiz, bizni keyin biz u yoqda hech kim eslamaydi bizni. Misol Yevropaga borib nimadir ko'proq pul topishimiz mumkin, bizga minadigan mashina yaxshiroq bo'lishi mumkin, eng oxirgisi bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda mohiyat yo'q, nimaga ehtiyojlar aynan juda kichkina anaqa bir kosa ovqatga qornimiz to'yadi. Ehtiyojimiz yopildi, bo'ldi. Biz misol uchun ovqatni tilla kosa deymizmi? Yoki bizga boyagi eng noyob hayvonni go'shtidan ovqat qilib berishadimi? Baribir bir kosa ovqatga qornimiz to'yadi kunning oxirida. Shuning uchun biz nima boylik to'playlik, nima qilmaylik, natijaga erishmaylik, baribir hammasi qolib ketar ekan, qolishimiz kerak bo'lsa o'zimiz yurtimizga qilish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun biz maktab sohasi o'laroq, umuman ta'lim sohasi mana shunaqa vatanparvar yoshlarni, iqtidorli yoshlarni kashf qilib, vatanga muhabbatini ularga uyg'otib,
rivojlantirish ularning bir asosiy vazifalaridan bittasi deb o'ylayman. Misol uchun, to'g'ri hozir top universitet degan mavzu trendda. Bizda yaqin bitta o'quvchimiz Garvardga kirdi, misol Azizbek degan o'quvchi. Juda ham zo'r, xursandmiz albatta. Lekin bu qachon yaxshi desangiz, qaytib kelsa. To'g'ri, misol u yerda yashab turib, o'sha yerda ishlab pul jo'natish mumkin, moliya qo'llab-quvvatlash, bu ham yaxshi tomoni. Lekin baribir qanaqadir muddatdan keyin men o'ylayman, o'sha biz yetishtirgan yoshlar qanaqadir qism bari qaytib kelishi bu O'zbekistonni kelajak 30 yilda, 50 yilda rivojlanishiga yaxshi ta'sir o'tkazadi deb o'ylayman. Qolish kerak edi, ya'ni chetga ketish, u yerda yashashni orzu qilish yechim emas. To'g'rimi? Endi bu bir tomondan bo'lib qolishi mumkin, yechim emas desak. Endi o'zi nimaga yechim? O'zbekiston rivojlanishi haqida gapirayotgan bo'lsak, bunisi ham kerakdir. Misol uchun, qo'lidan faqatgina bitta ish keladigan odam O'zbekistonda emas, o'ta kattaroq daromad topa olsa, u bilan oilasini yaxshilasa, borsin ishlayversin. Nimaga u keyin pul bu yoqqa jo'natadi? Ekonomika rivojlanadi bizda. Misol uchun, biza har yillik VVP'mizning bir qismi aynan shu migrantlarni jo'natgan pullar orqali, qaysiki bu ham bo'lish kerak. Lekin hamma migrant bo'lib ketish kerak emas. Qaysi qismi qaytib kelish, iqtidorlar bizni yetishtirayotgan, misol uchun millatni ichida juda kichkina foizi juda qolganligiga nisbatan 10 barobar iqtidorli bo'ladi. Mana shunaqa yoshlar qaysidir qism baribir bizda qolish kerak deb hisoblayman-da. Nimaga oxir-oqibat biz shuncha mana yetishtirdik. Faraz qiling, siz nimadirga bir juda ko'p vaqtingizni sarfladingiz, yetishtirdingiz, misol uchun bir daraxt ekdingiz deylik. Parvarish qildingiz, 10 yilda meva berish boshladi. Faraz qiling, mevangizni kelib turib boshqa bir odamni terib ketyapti. Siz kichkina nima deb 1 kilo meva beryapti, o'zi 100 kilo teryapti, misol uchun. Qaysidir ma'noda mantiqqa olib qarasangiz, sal noto'g'riroq hamda. Nimaga deydigan bo'lsa, biz shuncha yetishishimizga vatanimiz sababchi bo'ldi. Biz qanaqadir bir vatanimizga nimadirni qaytarishimiz kerak deb baribir. Endi bu qanaqa formatda bo'lishimiz, kimdir chet elda biznes qilib turib, o'tda pul topib O'zbekistonga, men shunaqa mana insonlar haqida eshitdim, chet elda biznes qiladi Amerikada, Trak kompaniyasi bor va O'zbekistonda 6 million dollarga maktab qurdiribdi. Wow. Men to'g'risi qoldim. Orzu qilaman shunaqa insonlardan biri bo'lishi va bunaqa insonlarga to'g'risi juda katta hurmat. Cho'nasmi 6 million dollarga maktab qurdirgan O'zbekistonda. Ya'ni birinchidan maktab sohasi endi bu bittasidan tushunishimiz kerak, 6 million o'zi ko'p summa. Va lekin u inson o'sha summani investitsiya qilgan maktabga. Men qoldim. Ya'ni shunaqa insonlar bo'lishi mumkin, bu ham zo'r. Misol uchun mutaxassis bo'lib turib, kelib turib O'zbekistonda kichkina ta'sir o'tkazganda bunaqa format ham bo'lishi mumkin-da. Lekin asosiysi bizni ongimiz nima bo'lishi kerak? Vatanga nimadir qaytarishimiz kerak, vatanimiz rivojga hissa qo'shishimiz kerak narsa bo'lishimiz kerak. Qayerda yashaymiz, farqi yo'q bo'lishi mumkin balki. Qaytib kelish masalasi bilim. Menda juda bir noyob bilim bor, noyob iqtidor bor va shu yurtimga hozir ta'sir endi foydani ko'prog'ini olishimiz mumkin-da, yoki zararni ozrog'ini olishimiz mumkin. Agar misol uchun men o'sha bilim bilan hozir davlatga kerakman, shu ishni qilaman, O'zbekistondagi eng noyob mutaxassislardan biriman va bu O'zbekiston kerakmi, kelish to'g'ri deb o'ylayman-da. Lekin misol uchun men shu ishim bilan O'zbekistonga hozir u darajada kerak emas mumkin, lekin men chet elda ko'proq daromad topa olaman, lekin baribir O'zbekistonga investitsiya qilaman. Oilam o'tda yashaydi, qarindoshlarim o'tda, men o'tga kelaman misol uchun, mashina sotib olaman, ekonomikaga foyda bo'ladi, men o'tda qanaqadir muddat yashayman, hech bo'lmasa kanikuliga kelib ketaman misol uchun. Bu ham bir rivojlantirishga hissani ko'rinishi, ya'ni hammani qaytib kelish kerak demaymiz. Kimdir o'tda qolish kerak. Rizqi u yoqda yozilgan bo'lishi mumkin, topadi. Lekin asosiy narsa vatanga nimadir qaytarish degan his menimcha yoshlarimizda bo'lishi kerak. Shu narsani tushunish kerak. Bu tuzni yeb tuzlig'iga tupur deydi. Shunaqa bo'lib qolish kerak emas. Bu ozgina bir nohaqlik ham deb o'ylayman, agar faqatgina bir tomonlama bo'lib qolsa. Bir tomonlama degani bu, ya'ni bo'ldi, katta bo'ldi, oxirida bo'ldi, rahmat deb chiqib ketdi. Shu bilan umuman na eslamadi, na bir narsa qaytarish o'ylamadi ham. Niyat ham qilmadi. Bu menimcha yaxshi emas, meni fikrim. Endi bir xil yoshlar bor, o'sha salbiy nastroyn, ya'ni salbiy surish kerak deydi. O'zbekiston bunaqa deydi. O'sha bo'yicha qanaqa fikrdasiz? Maqsadsizlik. Men juda ko'p mamlakatda bo'lganman. Bittasini aytaman, O'zbekiston mana biznes qilish uchun eng zo'r mamlakatlardan bittasi. Meni xulosam. O'zbeklar uchun undan ham yaxshi. Keyingi xulosam, men misol uchun Qatarni olaylik. Qatarda bo'lgansiz. Qimmat o't, to'g'ri zo'r. Infrastruktura zo'r. Yo'llarida yamada bo'lmasligi mumkin. Hamma yoqda svetofor ishlashi mumkin. To'kli o'chmasligi mumkin. Havo tozaroq bo'lishi mumkin. Lekin qimmat. Bitta anaqasi,
Ya'ni oddiy aholi borib turib u yerda yashashi qiyin. Ish topishingiz qiyin u yerda, joylashish qiyin. Yashash uchun ruxsatnoma вообще qiyin. Men Qatarga borib ishlayman. To'g'ri kimdir omadi kelib qolishi mumkin. Bir marta Qatarga uchayotganimizda bitta bola bilan o'tirib qoldim. Qatar Airways ishlar ekan, andijonlik bola. Va o'sha aytib berdi qanaqa sharoitlar borligini. Zo'r misol uchun o'sha yerda ishlayapti, oilasini boqyapti, hammasi joyida. Lekin bunaqalar kam bo'ladi-da. Ya'ni hamma yeri misol uchun surish kerak deganlar, o'zi surib ko'rganmi degan savol. O'zi borib ko'rganmi shu yerga? Misol Amerika deydi. Men Nyu-Yorkka borganimda bir hafta shunaqa siqilib ketdim. To'g'ri, ko'radigan joylari ko'p, aylanasiz, lekin burumir aylanurmaysiz, ishlaysiz, lekin yashash uchun o'tda men diskomfort, birinchidan o'zimni xavfsiz his qildim. Nimaga? Chunki Amerikada 50% aholida qurol olib yuradigan statistika bor. Siz qattiq gapirishga qo'rqasiz bu kimga? Otib tashlash mumkin, tushunasizmi? Ya'ni to'g'ri, Nyu-Yorkda ba'zi qismlarda qurol olib yurish mumkin emas, lekin hech kim bunga garantiya bermaydi. Ya'ni siz o'tda hech kimsiz, ya'ni butun katta shahar, siz umuman hech kimsiz, lekin siz bu yerda siz o'zingiz o'rningizga egasiz. Ya'ni shu surish kerak, sharoit yaxshi deyilishi mumkin. To'g'ri, misol uchun ba'zi bir qilinayotgan hozirgi ishlar insonni alamidan surishga olib kelishi mumkin. Alamidan. Lekin umuman olib aytganda o'tga borsa hayotimiz yaxshilanib qoladimi desa, men aytgan bo'lardimki, bu yerda siz yaxshi yashamadingizmi? O'tda lekin bu yerdan qiyinroq. Bu yerdan qiyinroq. Qimmat yashash, siz uning uchun ko'proq pul topishingizga o'tda hech kim sizni anaqangizga qarab o'tirmaydi, misol uchun kimligingizga, qattanligingizga, siz tanish bilishingiz va hokazo. Umuman jamiyat sizni вообще qabul qilmaydi. Siz hech kimsiz jamiyat uchun. Ba'zi bir chet elda shu borish kerak, surish kerak va hokazo deyilganda-da. Shunaqa shu tomondan qaraydigan bo'lsak, bu yechim emas. Inson avval shu yerda nimadir natija qilsin, keyin ishonishimiz mumkin, u yoqqa borsa ham nimadir qila oladi. Nimaga? Chunki o'zini uyida qila oldi shuni. Lekin bir narsani tushunishimiz kerak. Mana biz O'zbekistonda o'zimizni qay darajada komfortni his qilamiz. O'tda ham shunaqa insonlar bor. O'sha bozorni sizdan yaxshi biladi. O'sha tug'ilib o'sgan. Mana O'zbekistonda biznes qilish uchun cultural o'sha moment bor. Ya'ni o'sha madaniyatga bog'liq bo'lgan moment bor-da. Qadriyat masalasi bor. Buni tushunmaydi misol uchun chet eldan kelgan tadbirkor tushunmasligi mumkin. Buni misol uchun aytaylik, oddiygina reklamada, bir fast food restorani reklamada kuchukni qo'yishi mumkin-da, bir obraz. Bizda qabul qilinmaydi bu narsa. Tushunasizmi? Ya'ni bu narsa misol bo'ldi, o'sha kompaniya, o'sha reklama kompaniya fail bo'lishi mumkin. Lekin Yevropada u ishlashi mumkin. O'sha aytadi-yu, culture eats strategy for breakfast deydi. Ya'ni madaniyat strategiyani nonushtaga yeydi degan. Nonushtaga yeydi nima degani? Bu ancha kuchli narsa degani. Siz qancha strategiya qilmang, madaniyat masalasi bor. Xuddi shunaqa biz u yo'ni madaniyatni tushunmaymiz. Ular biznikini tushunmaydi. Biz o'zimiz uyimizda kuchliroqmiz. Agar sizda, faraz qiling, siz aytaylik bir musobaqa qatnashyapsiz, poyga deylik, sizga eng zo'r mashina berasiz, siz baribir top 10 talik ham kira olmaysiz, 100 ta odam ichidan. Qanaqasiga siz chet elda borib, bundan da yomonroq mashinada siz yana yutishingiz mumkin. Top 50 talik ham kira olmaysiz. Men sizga eng oxirgi zo'r sport karni berildi misol uchun, lekin o'sha inson top 50 talik ham kira olmadi. Ya'ni muammo bu yerda sharoit imkoniyatda bo'lmasligi mumkin. Muammo inson o'zida bo'lishi mumkin. Iqtidorli inson istalgan joyda ham o'zini nonni topib keta oladi. Lekin siz bu yaxshiroq sharoitda topa olmadingizmi? Yaxshiroq sharoitda bir kasb usha olmadingizmi? Ya'ni qulayroq sharoitda, yaxshiroq emasmi, qulayroq, siz uchun qulayroq sharoitda. Siz tushungan bozorda qila olmaysizmi? U yoqda qilishingizga hech kim kafolat bermaydi. Bu narsa qiyinroq. O'tda misol ba'zida aytishadi, men O'zbekistonda chet elda biznes qilib, yo'q, siz birinchi bo'lib isbotlang kuchligingizni. Keyin chetga chiqasiz. O'tda siz hech kim kutib turgan yo'q. Keling, mana bizga startap qiling, pul beramiz, yo'q. Qiyinroq. Tushunmaymiz tilini, madaniyatini, urf-odatlarini. Tushunasizmi? Ya'ni u uchun juda ko'p muddat yashash kerak. Ya'ni bu qaysidir ma'noda utopiya. Faqat bu yerda ish yurishmagan, borsa ish yurishib ketadi deyish utopiya. Lekin bu yana bir tomoni bor. Yana bir tomoni bu o'ylaymanki, o'sha ba'zi bir nuqtalar bor. Mana inson nimaga rozi bo'lib yashashi mumkin? Inson misol uchun aytaylik, tok o'chsa rozi bo'ladi, okey. Yo'lda yama bo'lsa, okey, rozi bo'ladi. Nimadir vaqtinchalik bo'lsa rozi bo'ladi, lekin insonni qadr qiymatiga, nafsoniyatiga tegadigan nimadir narsalar bo'lsa, qaysi holatlar bo'lsa, inson mana shu holatda majburan chiqib ketishi mumkin. Alamidan chiqib ketishi mumkin. Bu holat, bu ya'ni bu boyagi aytaylik, hukumat tomonidan qilinadigan sharoit emas.
o'yinni qonun qoidalari desak, o'yinni qonun qoidalari shunaqa bo'lishi kerakki, hamma o'sha jamiyat a'zosini uni bir anaqalarini inobatga olgan bo'lishi kerak. Qaysidir bir jamiyatning qismini qisib qo'yilsa, qaysidir qismi misol uchun har doim bosim ostida bo'lsa, o'sha qismi chiqib ketadi. Lekin bu biz aytgan iqtidorlar, vatanparvarlar o'sha qismida bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun bu yerda ya'ni chetga ketish masalasiga ikkita tomonlama qarasa bo'ladi. Boyagi bu yerda ishi yurishmagan odam, qanaqa ma'noda misol eplay olmagan odam desa bo'ladi. Misol hamma imkoniyat bo'lib turib eplay olmaganda u yerda eplab ketishi qiyin masala. Lekin bu yerda eplab turgan odam majburlikdan chiqib ketsa, u yerda ham eplaydi. Bunaqa holatda chiqib ketishni tanlash mumkin. Shuning uchun bu yerda bu ya'ni bir kattaroq bir masshtabdan qarasak, shu ikkita mani tasavvurimda ikkita bir yo'nalishga bo'lib olinishi mumkin. Qaysiki majburlikdan chiqib ketish masalasi bor, qaysiki ish yurishmadi, bu yerda bo'lmadi va najotni faqatgina Amerikaga borib o'sha viza olsam bo'ldi. Men bordim, to'g'risi, men o'sha yerda yashayotganim bilan gaplashdim. Unaqa emas vaziyat. Siz u yerda hech kimsiz, hech kim. Otib tashlasa ham hech kim bilmaydi siz, tushunasizmi? Ya'ni u yerda shu darajada misol uchun siz nimaga jamiyatning bir qismi emassiz. Bitta bunaqa bo'lib ketish qiyin-da. Shuning uchun bu holatda o'ylaymanki, o'sha qattaligimizni tushunib olishimiz kerak. Agar bu yerda ham ishimiz anaqa, birinchi uyimizni 5 bahoga ishimizni bitiraylik, keyin o'sha boshqa joyga chiqishimiz, nimadir qilishimiz, keyin o'ylab ko'rsak bo'ladi. O'sishni bir etapa sifatida ko'rsak bo'ladi. Bir pog'onasi, keyingi pog'ona masjidga borsak biz nimadir kattaroq ish qilamiz, bundan masshtabliroq. Okey, siz uyingizda misol uchun lidersiz. Mana misol uchun bitta yaxshi primer biznesdan soddaroq tushuntirib, Safiya. Misol uchun Bekzod do'stimizniki O'zbekistonda lider bo'lib ham undan keyingi unga yaqin kompaniyadan 10 barobar adashmasam kattaroq. Hamma faktorlar bo'yicha. Endi Safiya chekka chiqsa yarashadi. Mana hozir Qozog'istonga chiqyapti, boshqa mamlakatlarga chiqsa kengaysa juda yarashadi. Nimaga? Chunki O'zbekistonda u lider. Ishni 5 ga bajardi. Lekin O'zbekistonda bitta qandolat uyini qila olmagan odam, bu yerda qisqasi bo'lmadi, hamma tanish bilish bo'lib yotibdi, sharoit yo'q, men ketdim, Qozog'iston qilamiz, u yerda ham qila olmaydi. Bu katta ehtimol bilan qila olmaydi. Nimaga? Bu yerdagi men boshqa bizga qo'shni bo'lgan mamlakatlarda tadbirkorlar bilan gaplashganimda, qiyinroq u yerda, qiyinroq orzu qurish kerak emas. Birinchi uyimizda biz 5 bahoga ishimizni qilaylik. Uyimizda biz natijaga erishdik. Ani undan keyingini boshqa yoqqa chiqsa, qilishimiz ehtimoli yuqoriroq. Uyimizda bizda sharoit yaxshi bo'lganda qila olmasak, uzr, u yerda ham shu narsa takrorlanishi mumkin. Moslashuvchan bo'lishimiz kerak ekanda, qanaqadir mana. Albatta, moslashuvchi. Ya'ni ba'zilar uni muvaffaqiyatsizligida sabab bu yerda yashayotganini ko'rsatadi. Har doim unaqa emas demoqchiman. Har doim unaqa emas. Mana shu haqida so'ramoqchi edimda, ya'ni siz ko'p davlatlarda bo'lgansiz va O'zbekiston hozir rivojlanyapti. Hamma yo'nalishlar bo'yicha va tabiiyki muammo bo'ladi-da. Tabiiy, ya'ni bittada zo'r bo'lib ketmaydi-da hech qaysi davlat. Yo'q, qattiq zo'r degan savol. Shu savol bermoqchi edim, ya'ni boshqa davlatlarda ham bizdagi muammolar bormi, balki bizdan katta muammolar bordir yoki u yerda hammasi zo'rmi? Ya'ni boradi, mana maza qilib yashaydi. Yo'q, mana misol uchun mana Yevropa, ba'zi bir Skandinaviya mamlakatlarini ko'radigan bo'lsak, u yerda misol uchun infrastruktura zo'r. Meditsina yaxshiroq bo'lishi mumkin, ta'lim yaxshiroq bo'lishi mumkin. Norvegiya olsa, Finlandiyani olsa, ta'lim yaxshiroq, meditsina yaxshiroq, infrastruktura yaxshiroq. Lekin o'tda biznes qila olmaysiz. Qiyin juda ham. Naloglar, soliq juda katta, 40-50% gacha. Ya'ni o'tda siz biznes qila olmaysiz. Hozirgi O'zbekistondagi imkoniyat yo'q o'tda. Ya'ni tushunasizmi buni? Ideal jamiyat, ideal mamlakat yo'q. Lekin qidirib yurishadi. Ustunligimiz qayerda desa, O'zbekistonda biz ustun. Nimaga biz o'zbekligimiz uchun, biz jamiyatni tushunishganimiz uchun, kamida tanish bilishimiz qayerdadir bor, hech bo'lmasa, amakimizni kimdir va hokazo, hech bo'lmasa biz misol uchun endi tanish bilish deganda bu boyaga bir korrupsiya haqida gap ketmayapti, balki network tomonidan. Network tomonidan o ishingizni to'g'ri usulda bitirsangiz ham, network tomonidan nimadir qilishingiz mumkin. Lekin siz bozor tushunasiz, siz insonlarni tushunasiz. Siz boyaga nima sababdan ertalab soat 6 da oshga boriladigan savolga chet ellik javob bera olmaydi, uzr. Bu jamiyatni tushunmaydi. Qanaqasiga ertalabdan 1,5 kaloriya och qoringa uyg'onishim bilan men undan ko'ra yugurishga chiqaman kuchugim bilan deydi. To'g'rimi? Ya'ni ertalab 5 dan 6 dan oshga borishni tushuntira olmaysiz, lekin siz tushunasiz shu narsani nimagaligini. Bu cultural thing, ya'ni bu madaniyat, tushunasizmi? Ya'ni bizni o'zimizga xos bo'lgan narsa. Ya'ni siz qattiq ustunligingiz borsa, o'z yurtingizda ustunligingiz bor. Qat idealsa hech qat ideal emas. Qat tanlash kerak, ustunligingiz bor joy tanlash kerak. Misol, o'tda zo'r ekan, uzr, siz hali hammasini bilmaysiz.
o'tda yashayotgan 30 zo'r ekan demayapti. Misol uchun va solishtirsangiz, misol uchun hamma mamlakatni olib turib, shuni plyus minuslarni qo'yib tursa, bo'lishi mumkin. Qaysidir mamlakatlar nimadir tomonlama ustun bo'lishi mumkin. Bu lekin sizni tadbirkorlik haqida gapiradigan bo'lsak, tadbirkorlik qaysi darajada ekanligingizga bog'liq. Qaysidir mamlakatlar startap uchun zo'r. Qaysidirlar katta korporatsiya uchun zo'r. Qaysidirlar misol uchun nazoratga umuman xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Sizga nima kerak degan savoldan kelib chiqiladi. Qaysi etapdasiz siz? Lekin hammasi uchun ideal jamiyat yo'q. Ideal holat yo'q. Bu aytganingizga biz moslashuvchan bo'lishimiz kerak. Lekin qayerda ustunlik borsa, o'zimiz yurtimizda har doim bizda ustunlik bor. Biz jamiyatni tushunamiz, insonlarni tushunamiz. Ozmi ko'pmi misol uchun bizni o'sha o'zimizni komfortni his qilamiz, qaysidir ma'noda. Ozgina o'ylasa, fikrlasa, ish qilsa bo'ladi demoqchisizda. Ya'ni qanaqadir qiyin rocket science yo'qda. Mana yana bittanisini aytishimiz mumkin. Hozir mana e'tibor bersangiz, Toshkentda mashina juda ko'paydi. Nimaga desangiz, mashina olish oson bo'lib qoldi. Insonlar bo'lib to'lashga olyapti. Yarmini berib olyapti. O'zinikini berib ham olyapti. Xuddi shunaqa mana nasiya savdo rivojlangani uchun misol uchun texnika olish ham osonlashdi. O'zi mashina olish bunaqa oson bo'lmagan oldin va ko'p mamlakatlarda bunaqa oson emas. Nima demoqchiman? Imkoniyat bor. Hech bo'lmaganda mashinani ijaraga olib turib, misol uchun taksi qilib, may taksida ishlab, qayerdadir boshqa bir agregatorda ishlab turib ham inson tiriklik qilsa bo'ladi. Ya'ni faqatgina dangasa noligan odam uchun kimdir oyga har oy $5,000 berib tursa, yaxshilashsa u odam hech qayerda bunaqa jamiyat topa olmaydi-da. Ya'ni xohlagan narsa, o'z xohishlari to'g'rimi, adekvatmi degan savolni ham berishimiz kerak. Balki xohlayotgan narsa yo'qdir. Men bittanisini aytaman. Ideal holat, biznes qilish ideal jamiyat yo'q chiqadi. Hammasi o'zi nimadirda plyus, nimadirda minusi bor. Xuddi boyagi konkurent analizsiz kimdir bu yerda plyus, bu yerda minus bor. Xuddi shunga o'xshab, qaysidir misol uchun bozordan nimasidir yaxshi, nimasidir yomon. Siz hamma yoqda moslashasiz. Biroz tanlaysiz, qayerda ishlaysiz. Siz borib misol uchun Amerikada ishlaysizmi, Indoneziyaga borasiz, Saudiyaga borasizmi yoki misol Middle Eastga borasizmi yoki anaqa O'zbekistonda qolasizmi? O'z qaror qabul qilasiz. Lekin ideal jamiyat hech qayerda yo'q deb hisoblayman. Endi asosiy ketaman deganlarni o'sha e'tirozi bitta bo'ladi. Asosiysi bu bo'ta pul topib bo'lmayapti. Ya'ni chetga ketsam ko'proq pul topaman degan narsasi bo'ladi-da va sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam, haqiqatda bu shunaqami? Ya'ni bizda shu darajada karyera qilish imkoniyati yo'qmi? Korxonalar yo'qmi? Unaqa deb hisoblamayman. Unaqa deb yoki imkoniyat yo'qmi? Mana bizda shunaqa xodimlar bor. 40 million oylik oladi. Bu nima degan? $3,200 taxminan? $3,000 taxminan. $3,000 va u inson 30 kirmagan hali. U insonlar. To'g'risizmi? Agar pul topish qiyin bo'lganda bunaqa bo'lmasdi. Tushunasizda? Ya'ni yoki men shunaqa kompaniyada bilaman, 60 million, 50 million oylik berish, 80 million oylik beradi. Oylik bu. Ular kim desiz? U o'ttigilar ham chet eldan kelganlar, o'zbeklar. Nima pozitsiyada ishlashadi ular? Misol uchun top menejment bo'lishi mumkin, qaysi yo'nalishda rahbar bo'lishi mumkin, lekin bunga chiqish ham bizda misol uchun siz Yaponiyaga boring, 20 yilda top menejer bo'lasiz. 20 yilda. Va u o'zi boshqa millat bo'la olmaydi, o'zi ko'pincha juda qiyin. Lekin Yaponiya o'zi ham misol 20 yilda bitta kompaniyada ishlab bo'lishi mumkin. Solishtirsangiz Yaponiya yaxshiroqmi siz? Yo'q, O'zbekiston yaxshiroq. Tezroq solisib o'tdi. Va bizda hozirda misol uchun o'sha xodimlarni bir ochligi bor. Xodimlar ochligi degani xodim o'zi och degani emas. Xodimlarga talab katta. Yetishmayapti. deydi-yu. Ya'ni o'sha xodimlarga talab juda ham katta. Qanaqa xodimlarga deyilsa, o'sha nafaqat hard skills, balki soft skills yetishmayapti ko'pchilikda. Mas'uliyatsiz. Ishga xohlagan vaqtga, xohlagan vaqtga ketadi. O'zini bir talablarini ustun qo'yadi. Misol, ozgina 6 oy ishlagandan keyin, "Yo, menga oyligim oshirib bering." Ya'ni bunaqa bo'lgandan keyin unaqa odam birinchidan o'solmaydi. Ideal o'ziga korxona qidiradi. Qaysiki yo'q. Har qanaqa joyda siz mehnat qilibgina o'sishingiz mumkin. Otangizniki bo'lsa to'g'ri, siz bittada rahbar bo'lib qolishingiz mumkin. Qolgan joylarda siz mehnat qilasiz, sekin-sekinlik bilan hammasi bo'ladi. Endi misol uchun boyagi aytaylik, hozirgi tez pul topish usullari vaqtinchalik hammasi. Men ko'rmadim, tez pul topib boyib ketib, o'sha boylik ushab qolganlar. O'zi pul topish boshqa narsa, boy bo'lish boshqa narsa, ushab qolish. Pul topishga ketadigan kerakli ko'nikmalar boshqacha.
pulni ushlab qolish kerakli ko'nikmalar bor. Eng qiziq ikkasi bir-biriga qarama-qarshi ko'nikmalar. To'g'rimi? Shuning uchun pul topa olgan odam har doim ushlab qola olmaydi. Ya'ni sizni gapingizdan bunaqa narsani tushunsa bo'ladimi? Tez boyib ketish maqsad emas, Boyni ushlab qolish. Ushlab qolish maqsad bo'lishi kerak. Davomiy boy bo'lib ketish muhimroq. Muhimroq. Endi aytmoqchi bo'lganim, hozirgi boyagi tez boyib ketish formulalari bu vaqtinchalik. Tez pulingiz bor, bittada sarflaydi yo'q shu bilan. Bor bitta sarflaydi yo'q. Uzoq muddat siz masalan daromadda bo'lib, karyera qurib, ishonchli o'zingizni bir o'rningizni egallamoqchi bo'lsangiz jamiyatda, albatta bu mehnat orqali bo'lishi kerak. Ya'ni boyaga aytilgan gap, ya'ni O'zbekiston shu daraja qiymasi yo'q, qiyin emas. Bo'lmasa bizda masalan 30 yoshga hali kirmagan 40 million olishi normal holat emas o'zi bu. Normal holat emas, ko'p joyda yo'q. Masalan, $3000 oylik top kompaniyalarda, top xalqaroda top menejment oyligi. 30 ga kirmagan, ular 40 yoshli insonlar haqida gaplashyapmiz-da. To'g'rimi? Ya'ni bozorda juda ko'p imkoniyat bor. Faqatgina inson imkoniyat topishi, o'zini shunga tayyorlashi, moslashishi kerak deb o'ylayman. Men do'stlarimning kompaniyasi, katta kompaniyalar ekskursiyaga borib turamiz-da, biz komanda bilan ko'rib, ular qanaqa rivojlanyapti, nima, qanaqa fikrlayapti. Borganimizda 100% kompaniyani, ya'ni ekspert olib kelmaslikka harakat qiladi. Ya'ni chet eldan bir ekspert olib kelib, uni ishlatmaslikka harakat qiladi va aksarini ko'rsam, o'zidan potensiali bor bolani olib turib, uni o'stirishadi-da. Boya aytganingizdek, kadroviy gold dedingiz-ku, ya'ni xodim yetishmaydi deganga bitta misol. Sharoit yo'qmi deganga, masalan, yaqin Safiyaga bordik. Safiyaga boruvdik, top menejerlar 5000 ta xodim ishlar ekan, 150 tadan oshiq shoxobcha, bitta katta fabrika Qozog'istonga chiqishyapti. Qanaqa masshtabda, endi juda katta masshtab. Top menejerlar 35 yoshgacha bo'lganlar. Aksari 30-32 mana shunaqa. Ya'ni bizni tengi bolalar ekanda. Ya'ni sharoit yo'qmi desa, ya'ni yo'q bo'lganda bunaqa bo'lmas. Yo'q bo'lganda bunaqa bo'lmas. Ya'ni 35 yoshgacha bo'lib turib top menejment bo'lib ham O'rta Osiyoda eng katta qandolat kompaniyasi desa bo'ladi-da. Borib esinga deganimcha o'sha Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligidagi eng katta korporatsiyaga aylanishi mumkin qandolat sohasi bo'yicha. Agar shunaqa kompaniya 35 yoshgacha bo'lgan top menejment bo'lsa, demak gap bozorda emas. Bozorda imkoniyat ko'p. Gap o'zida o'sha odam. Misol uchun mana Cambridgeda ham sizda 500 ga yaqin xodim bor, to'g'rimi? 400-500 ta boshqarayotganlar sizda ham shunaqa bo'lsa kerak? Shunaqa. Ba'zi birlari 30 yoshdan yuqori, lekin ko'pchiligi 30 yoshgacha bo'lganlar. 30 yoshgacha hatto. Ya'ni top menejmentda ham bor. U sizni misol uchun jiyaningiz emas, to'g'rimi? Yoki ukangiz emas, ya'ni. Albatta. O'sha yaxshi potensial bor bolalarni olib birga jamoa qilgansiz. Rahbarlar doim qidirib yuradi. O'zingiz ham yaxshi bilasiz, kimni o'stirsammikin, kimga investitsiya qilsa, qaniydi shu halol, mas'uliyatli, aqli hushi joyida bo'lgan va o'sha sohani tushungan odam bo'lsa-ki, siz unga ko'proq oylik berishga ham rozisiz-da. Ushlab qolish uchun, uni rivojlantirish uchun ko'proq pul berishga ham rozisiz. O'sha inson rivojlanib kompaniyaga hissa qo'shish uchun-da. Ya'ni bu misol uchun hamma rahbar shuni xohlaydi. Shunaqa odam yo'q prosta. Balki ular bilmas rahbarlar nima xohlashini. Bu videodan keyin bilib olishar balki. Lekin shu halol bo'lsa, mas'uliyatli bo'lsa, o'sha sohada bilimi bo'lsa, aqli hushi joyida bo'lsa, o'shanaqa inson kerak. Ishonchli inson kerak. O'zbekistonda bo'lib. O'zi anaqa ziddiyat doim bo'ladi-yu, ya'ni xodimlar bu kompaniyada o'solmasam kerak, karyera qila olmasam kerak deb o'ylaydi. Rahbarlar doim o'sha o'sama, potensial bor, ya'ni o'smoqchi bo'lgan bolalar qidirib yuradi-da. Ya'ni ikkalovi boshqacha anaqa qiladi-da, ya'ni bir-biriga hech. Shuning uchun ham anaqalar xodimlar ish yo'q deb yurishi mumkin, o'solmayman deyishi mumkin. Buni qidirib yuradi. Rahbarlar o'sha ishonchli xodim yo'q deb yurishi mumkin. Shunaqa holat bo'lishi mumkin, to'g'ri. Zo'r. Endi ozgina ya'ni bolalarni, yoshlarni tarbiyasi haqida gaplashsak, ya'ni ozmi ko'pmi bari siz bu yo'nalishdasiz. Har xil bolalarni ko'rasiz, masalan, o'zingiz o'qitasiz va hokazo. Ya'ni maqsad qo'yish haqida gaplashdik. Ya'ni bolalarni atrof muhiti haqida va uni muhimligi haqida ozgina fikr bildirsangiz. Ya'ni bu qay darajada muhim yoshlarga atrof muhit. Ya'ni men har xil ota-onalarni bilaman. Ya'ni bir xil toifadagi ota-onalar bor. Bolasini doim uyda ushlab o'tirishga harakat qiladi, ko'chaga chiqazmaydi, maktabga ham shofyor olib borib keladi. Bir xillar bor, umuman qaramaydi.
ko'chaga chiqib yuraveradi ertalab chiqib ketadi, misol uchun kechqurun kech keladi, mana shunaqa. Bir xilla bor, misol uchun o'sha o'rta me'yor ushlashga harakat qiladi. Umuman, ya'ni atrof muhit haqida ko'chaga chiqib o'ynash, o'quv markaziga borib o'qish, maktab, do'stlar, sinfdoshlar, qarindoshlar, shu atrof muhit haqida ozgina fikr bildirsangiz, bu qay darajada u bolani kelajagiga ta'sir qiladimi? Endi atrof muhit bu bolani shakllantirishdagi eng muhim faktorlardan bittasi deb o'ylayman. Misol uchun faraz qilaylik, o'zi umuman mana yosh bola tug'ildi. Tug'ilganda yosh bola farosatli bo'lib tug'iladimi yo farosatsiz bo'lib tug'iladimi? Savol, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, qanaqasiga farosatli va farosatsiz bo'lishi mumkin? Demak, uni xulqi, tarbiyasi, qanaqa insonlik keyin shakllanadi. Tug'ilgan paytda u oq qog'oz. Nima yozsangiz, o'sha narsani ko'rsatib beradi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bola 80% kelajakdagi o'zini xarakteridagi tarbiyasi fundamentlarni 3 yoshgacha oladi. Demak, insondagi bu bo'yicha tadqiqot ham adashmasam bor edi. Ya'ni inson juda ko'p o'zgarishni 3 yoshgacha oladi va undan keyin o'zgarmaydi. Shuncha kitob ham 3 dan keyin kechish degan. Hozir bir yapon yozuvchisi adashmasam yozgan. Demak, qarang, 80% oila deb xulosa qilamiz hozir. Oiladagi muhit ta'sir qiladi. Bu ham atrof muhit. Oila, misol uchun, men farzandim hozir 3 yoshga to'lyapti. Ba'zi payt e'tibor beraman, gaplashishga qarab turadi. Ya'ni bu yangi narsa bo'lsa ma'lumot olyapti-da. Dunyo haqidagi tasavvurlarini shakllantiryapti. Va shuni qaytaradi. Normal, shunaqa qilish kerak ekan deb o'ylaydi. Ha, shunaqa qilish kerak. Ya'ni shunaqa qilish kerak. Men misol uchun anaqa golubika degan meva bor. Men uydagilarga aytaman, har doim o'zbekcha gapiringlar. Tili ruschada chiqmasin. O'zbek tilini yaxshi bilsa, qolgan tilni o'rgatib olsa bo'ladi, lekin o'zining ona tilini yaxshi bilmas ekan, u shakllana olmaydi deb har doim ta'kidlayman. Endi golubikani golubika deb o'rganib qolganmiz-da. Ya'ni misol golubika o'zi o'zbekchasiga nima bo'ladi? Bilmayman. O'zbekchasi qarang, chunki juda ko'p ishlatganmiz maymunjonmi-da? Menimcha shunaqa. Nimadir nomi bor-da. Qarang, o'zim ham esimdan chiqib qoldi. Misol uchun shunaqa nom bilan aytsangiz, yo'q deydi. Bu golubika deydi. Ya'ni unga endi tushuntira olmaysiz. Yaqinda unaqa bo'ldi. Xon qizi bor. Kitob o'qiyapmiz. Xon qizini ko'rsam, bu xon qizi desam, yo'q, boji korovka deydi. Yo'q, bu xon qizi desam, yo'q, bu boji korovka deyapti. Ya'ni men bilan talashyapti, menga u men noto'g'ri aytyapti deb o'ylayapti. U uydagilardan o'rgangan shu boji korovka o'qib ketilgan va shu narsani, yo'q, bu boji korovka deyapti. Bu xon qizi deyapman. Yo'q, shuni talashyapti men bilan, o'sha jahl qilishni boshlayapti. Demak, men uni yolg'on gapiryapti deb o'ylayapti men. To'g'risimi? Bu yana nimaga misol bo'ladi? Bola o'zini fundamental uni xarakteridagi elementlarni yoshligida 3 yoshgacha shakllantiradi. Undan keyingi atrof muhit uni ozgina chapga o'ngga burishi mumkin. Yaxshiroq bo'lishi mumkin bundan. Lekin baribir o'shanisiga qaytib kelinadi. O'sha birinchi olgan fundamentga. O'sha atrof muhit ta'siri birinchisi oilada 3 yoshgacha. Keyingisi endi katta bo'layotganda. Misol uchun o'sha 7 yoshgacha bog'chada, undan keyin maktabda, boradigan o'quv markazida, bola yoshi demak, misol uchun 4-5-sinfda 10 yoshdan yuqorilashgan sari ota-onadan ko'ra uni o'rtoqlarning ta'siri kuchayib boraveradi. O'rtoqlarning ta'siri kuchayib boraveradi. Shuning uchun ota-ona qilishi mumkin bo'lgan farzandiga eng yaxshi qaror bu to'g'ri atrof muhitga solib qo'yish. O'zi atrof muhit yaratish emas. 15-16 yoshga hozir bu savolga kelamiz. 15-16 yoshli bolani siz uyda ushlab o'tira olmaysiz. Jamiyatga qo'shilish kerak baribir. Albatta qo'shilish kerak. Bu holimiz bari qo'shiladi. Universitetda o'qish kerak, u misol oila qurish kerak, oila qurish uchun ham o'zining shaxsiy fikriga ega bo'lish kerak. Yoki misol uchun u keyincha ishlash kerak, faoliyat yuritish kerak, xodim bo'lib, korxonada biznes qiladimi, mutaxassis bo'ladimi? Bu shuning uchun undan yo'q ba'zi xohlaymizmi ta'sir o'tkazishimiz kamayib ketadi. Shuning uchun ham mana bola uchun ota-ona ma'lum bir yoshgacha qahramon bo'ladi. Keyin ota-onaga nisbatan munosabat tushishni boshlaydi.
Misol uchun o'smir yoshda tushib ketadi, misol uchun otasini hurmat qilmay qo'yishi mumkin. Tushunib keyin o'zi ota-ona bo'lgandan keyin yana tushib turib oxirida tushunadi. Lekin orada bir tushadigan va ko'tariladigan bir muddati bor. O'sha paytda biz ta'sirimiz kamayib ketadi. Xohlaymizmi yo'qmi, ota-ona sifatida ta'sirimiz kamayadi. Shu uchun ham biz qilishimiz mumkin bo'lgan narsa bu to'g'ri muhitga solish. Qanaqa qilib degan savol tug'iladi. Qanaqa qilib? Birinchidan to'g'ri maktab tanlash. Agar misol uchun siz umuman ta'lim, tarbiyaga e'tibor bermaydigan maktabga o'tsangiz, uzr, natijani shunaqa olasiz. Misol uchun bizda bir trend bor. Men yaxshi ham o'sha trendga tushmaganman. Shunaqa trend bor, bolalarni yoshligidan rus maktabga berishadi. Rus sinfga berishadi. To'g'ri, bu bolam rus tilini bilsin degan maqsadda qilinishi mumkin, lekin men o'qituvchi sifatida, men ingliz tilidan dars berganman 5 yil. O'quv markazi rahbari sifatida shuni aytamanki, istalgan tilni yaxshi o'rganishga 2 yil yetadi. Yaxshi ustoz bo'lsa yetadi. Qachonki o'zini ona tilini yaxshi bilsa. Albatta. Hozir men misol uchun xolamni farzandni qizini ko'rib, ruscha gaplashyapti. Misol uchun 8 yosh. Men savol tug'iladi-da, o'zbekcha bilmasa, ota-onasi balki o'zini ruschasi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Bolaga rus tilida uni dunyoqarashini shakllantirishi, o'zbek tilidagi narsalarni bu uchun begona qilib rus tilidagini o'zinikidek qilishga anaqa bo'lib qoladi. Endi agar biz til tomonidan qaraydigan bo'lsak, bizga rus tili, ingliz tili muhimroq. Nimaga? Chunki ingliz tili xalqaro til. Ma'lumot ko'proq. Rus tili bizning regiondagi til. To'g'ri, bizda misol uchun Sovet hukumatining ta'siri bilan rus tili bizning ikkinchi til bo'lishi mumkin, lekin kelajakka qattasi ingliz tilida baribir. Bunaqa tomondan qaraydigan bo'lsangiz, farzandingiz kelajagi uchun eng yaxshi til bu ingliz tili. Siz bunda rus emas, ingliz sinfga berishingiz kerak. Lekin men shu narsani aytaman, o'zim ingliz sinfda o'qimaganman. Ingliz tilini 17 yoshda o'rganganman. IELTSni 8 yaqin topshirib oldim. Misol uchun ingliz tilini zo'r o'rganish uchun 2 yil yetadi. Rus tili uchun 2 yil yetadi. Ya'ni uni rus sinfga berish trendi bor, qaysiki men umuman ma'qullayman. Ya'ni rus tilini o'qitish kerak emas demayapsiz, lekin tili o'shanda chiqmasin. Rus tili lekin albatta kerak o'rgansin. Bu nimadan kelib chiqdi? Bu muhitdan kelib chiqdi, to'g'rimi? Rus sinfga beryapti. O'tdi misol uchun rus tili bilan o'qiyapti, o'ris tili bilan. Qanaqadir muddatdan keyin o'sha o'rislar madaniyatini o'ziga olyapti. Kalta yubka uchun norma. Nimaga? Atrofi shu. Birinchi 10 ta atrofidagi odam kalta yubka yurgandan keyin bu nima deydi? Dunyo shundan iborat deydi. Tushunasizmi? Ota-onaga yoqmayapti bu. Nimaga sen kalta yubkani norma deb hisoblayapsan? Nimaga sen sigaret chekishni norma deb hisoblayapsan? Kech o'zi, kech. Nimaga siz xato qilib bo'ldi, siz noto'g'ri muhitga solib qo'ydingiz. Noto'g'ri maktab, noto'g'ri o'rtoqlar. Ota-ona ta'sir o'tkaza oladi. Birinchi sinfda u o'ris maktabga emas, o'zbek maktabga bersin. Tili o'zbek tilida chiqsin. Men tilshunos sifatida aytaman. Istalgan tilni 2 yilda o'rganish mumkin. Albatta bu yerda faktorlar bor. Masalan, 2 yil emas, 3 yil bo'lishi mumkin. Misol uchun siz o'qituvchi tanlashingiz, harakatingiz, vaqtingiz va hokazo. Lekin o'rta hisobda 2 yil yetadi. Buni menga o'sha til o'rgatish bo'yicha kitob yozgan ustozlar aytishgan. Istalgan til 2 yil deyishgan. O'zimning gapim emas bu. Tushunasizmi? Yani bundan kelib chiqadigan bo'lsa, mantiq qayerda? Nima kerak bizga uni tilni rus tilida chiqarib? Chunki til bu madaniyat degani. Rus tilida tili chiqdi, rus tilida dunyoqarash shakllandi, bo'ldi. O'sha madaniyat unga yaqinroq, undan keyin biz ota-onani hurmat qilish kutishimiz qay darajada to'g'ri? Noto'g'ri urg'u ekilgandan keyin. Bodom ekib qo'yib biz yong'oq kutishimiz qay darajada to'g'ri? Bodom ekib shaftoli kutishimiz qay darajada to'g'ri? Tushunasizmi? Ya'ni bu degani ota-ona ta'sir o'tkazish mumkin muhitga. Boshni to'g'ri joyga solib. To'xtang, bolangiz kelajakka hal bo'lyapti. Dunyoqarashi tili qaysi tilda chiqishi, qanaqa muhit katta bo'lishi sizni kelajakda kim olishingizga ta'sir ko'rsatadi. Bu juda jiddiy masala maktab tanlash. Shuning uchun o'zbek maktabga berish kerak. O'zbek sinfga berish kerak. O'zbeklar buzilib ketyapti degan argument bo'lishi mumkin. Buzilmaydigan o'zbeklar borib maktabga bering. Xususiyga berishga harakat qiling. Sinflarni borib tanlang, o'qituvchi bilan gaplashing. Misol uchun maktablarning ichida davlat maktabi ichida yaxshilari bor. Misol uchun yaxshi bo'lishi mumkin. Shunaqa sinflar yaxshilar yig'ilib qolgansin. Hech bo'lmasa inson buni ozgina izlanish kerak. Sinf yaxshimi, ota-onalar yaxshimi, misol uchun e'tibor berilyaptimi, sinf rahbari yaxshimi va hokazo. To'g'ri muhitga solish. Maktab birinchi fundament bo'ldi. Undan bu yog'i uzr kech. Misol birinchi sinfdan rus tiliga berib, 5-6 sinfga voy meni bolam qabul qilmayapti. Uzr bu narsa. Ya'ni rus tilini bilishi kelajak uchun eng yaxshi to'g'ri qaror degan fikrga qarshiman. Til bilish kerak, to'g'ri. Lekin bitta til bilan cheklanish kerak emas. O'zbek tilini biz zo'r o'rgataylik. O'zbek tilidagi badiiy kitoblarni o'qiy olsin.
Hamma narsani tushuna olsin. Unda fundament paydo bo'ladi. O'zbek tilini butunlay tushundimi? Istalgan tilni o'zbek tiliga moslashtirib o'rganib ketadi, bo'ldi. O'zbek tilini ham bilmaydi, rus tilini ham bilmaydi, ingliz tilini ham bilmaydi. Chala biladi. Bola o'zligini bo'ldi yo'qotdi deb hisoblash mumkin. Ya'ni o'zligi til bilan shakllanadi demoqchisiz. Misol uchun, endi bu degan ingliz tili maktab masalasi ham shunaqa. Ingliz tili bo'yicha faqat ingliz bo'lib qolsa, siz tushunmaysiz u tilni misol ota-ona sifatida. Bo'ldi, siz farzandingiz o'sha ingliz madaniyatini oladi. Bunga rozi bo'lishingiz kerak. Ba'zi bir siz uchun yot bo'lgan narsa u uchun norma bo'lishi mumkin. O'sha paytda voy, mening bolam nimaga o'zgarib qoldi? Yo'q. Siz boshida ta'sir o'tkaza olardingiz, o'sha moment o'tib ketdi, bo'ldi. Ta'sir o'tkaza olardingiz, tushunasizmi? Endi keyingi etap, keyingi bir qadam. Mana shunga bitta qo'shib ketsam mayli. Oldingi podkastimizda Shavkat aka bilan gaplashdik. Aytayotdilar-da, bizning xalqimiz juda qiziq dillar. Mashina tanlashga juda katta fokus qaratishadi. Rangi, modeli, avtomat, ruchnoy, salonlarga borib anaqada. Lekin eng muhim bo'lgan proyektligi bu farzandga, ya'ni prosta o'sha siz aytganingizdek maktabga berib qo'yishadi. Rus tili, ingliz tili farqi yo'q, yaxshi ekan bo'ldi deb berib qo'yishadi-da. Ota-ona shunga ta'sir o'tkazishi mumkin. Keyingi nuqta bu nima desa, bu o'quv markazlari. Bu ham bitta yechim. Misol uchun, noto'g'ri maktabda o'qigan bilan to'g'ri o'quv markaziga berish. Noto'g'ri maktabdan to'g'ri maktabga olish yechim bo'lishi mumkin. O'quv markazida endi misol uchun qisqa kurslar bo'lganda, o'sha yerdagi muhit, o'sha yerga kelayotgan insonlar kontingent o'zgarishga sababchi bo'lishi mumkin. Misol uchun, o'ris maktabda o'qiganda ham qaysidir etapda o'zbek maktabga o'tishi, misol uchun tarbiyaga e'tibor beradigan maktabdagi o'tishi bularda o'zgarishga olib kelishi mumkin. Yaxshi tomonga o'zgarishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ota-ona ta'sir o'tkaza oladi. To'g'ridan to'g'ri emas, lekin muhim bo'lgan nuqtalarda aytilgan fikrdagi, ya'ni mashina tanlashga biz qancha e'tibor beramiz, lekin shu farzandni maktabi uni butun kelajagini hal qiladi. Qanaqa insonlar bilan gaplashish? Atrofda 5 ta inson bo'ldi, o'shani bittasi. 5 ta inson tarbiyasi muammo bo'lsa, unda ham muammo bo'ladi. Faqat o'zining kelajagi, balki boshida aytayotganingizdek, jamiyatga ham bu ta'sir qiladi-da. Jamiyat endi misol uchun jamiyat masalasida bu juda noyob holat. Kimdir misol uchun jamiyat uchun deb o'ylab turib qilishi juda kam uchraydigan holat, lekin birinchi o'rinda mana o'zbeklar demaymiz, balki o'sha xalqimizdagi ba'zi bir insonlar deyishimiz mumkin. Nima holat bo'lishi mumkin? Endi ko'pchilikda bor bu narsa, tabiiy holat, ya'ni farzandim kelajakda menga qaraydi degan qarash bor. Farzandiga investitsiyadan ham o'zi ko'zlagan maqsadlardan bittasi shu. Kelajakda menga qaraydi bu, men qaraganimdan keyin, misol uchun tirikchilik masalasi bor, men sog'lig'im masalasi, men qarib 1 yoshga borganimdan keyin menga qaraydi, g'amxo'rlik qiladi degan bir qarash bor va xavotir borki, u g'amxo'rlik qilmay qo'yishi mumkin. Lekin biz yoshligidan o'ris maktabga bersak va o'ris tilini o'rgansa, o'ris madaniyatini o'rgangandan keyin, endi har bitta xalqda madaniyat har xil. Yevropada, Rossiyada, o'rislarda, boshqa qanaqalarda madaniyat shunaqaki, 18 yoshdan keyin bo'ldi, uzr, men alohida yashayman. O'zingizlar xohlaganinglarni qilib olinglar. Bu hatto ko'p kinolarda ham bor, va hokazo juda ko'p anaqada bor. 50 ga 60 ga kirganlar o'zini o'zi eplab yuradi. Bu narsa misol sharqda ham bor. Sharq deganim o'sha Xitoy tomonlarda, Koreyada, Yaponiyada, shunaqada ham bor. Yevropada ham juda rivojlangan. Yevropada ham shu narsa bor. Ya'ni faqatgina o'sha O'rta Osiyo va boshqa ba'zi musulmon mamlakatlarda shu narsa qolgan, ya'ni ota-onaga g'amxo'rlik qilish bor. Endi biz misol uchun yoshligidan tilini rus tilida chiqardik, rus maktabga berganimizdan keyin biz nimaga endi undan biz 60 ga kirganimiz g'amxo'rlik qilib kutyapmiz? Bu mantiqsizlik emasmi? Ya'ni boshqa madaniyatda o'shanaqa element yo'q. Biz shuni kutyapmiz. Bu mantiqsizlik emasmi? Tushunasizmi? Ya'ni shu uchun ham ota-ona shunga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bolasini qaysi muhitga so'yapti? To'g'ri insonlar orasiga so'yaptimi yo'qmi? Boya gapingizga qo'shimcha qilib, yaqinda Oskar Hartman deb videosini ko'rdim. Rossiyalik tadbirkor aytadi, Germaniyada, Yevropada umumiy bizneslari ham bor-ku. Aytadi, hozir deydi, o'sayotgan trend deydi, qariyalar uyi deydi. Qariyalar uyiga borsam, to'la joy yo'q. O'sha qariyalar uyini ochgan tadbirkor filial qidirib yuribdi deydi. Ya'ni ketma-ket ochyapti, shu darajada ko'pki deydi. Birinchi o'rinda boy siz aytganingizdek, ular tug'iladi, keyin o'sha ota-onasi bilan ishi bo'lmaydi. Ikkinchi masala, o'z tug'ilishi ham kam ko'tdi. O'sha hisobiga qariyalar ko'payib ketayotgan ekanda. Filialni ochib odamlar juda tez o'syapti, biznes qilishyapti deydi. Shuni men ham aynan shu Oskar Hartman videosida, podkastida ko'rgandim. Shunaqa kompaniya sotib olgan ekan, Yevropada.
aynan shu bu unicorn qilmoqchi ekan, o'sha $1 milliard oshadi deb kutyapti. Qariyalar uyi. Shunaqa ya'ni. Endi misol bizning holatimizda bu biznes yurmagan bo'lardi. Chunki bizda andisha degan narsa bor. Endi baribir o'zbekchilik bor, misol uchun qariydi mahalla va hokazo tashab qo'ydimi deydi, hamma gapiradi. Mana shu narsa bo'lishi ham bizning xalqimizni bir o'ziga xos tomoni-da. O'ziga xos tomoni. Boyagi yo biz eng oxirgi g'arbdagi anaqani olishimiz kerak deganlar ham 80 ga kirganda gaplashadi, 60 kirganda gaplashaydi. Shu mavzuga qaytaydi, 60 kirganda nima bo'lar ekan, to'g'risi? Yo, u payt o'zgarib qoladi, chida olmaydi u paytda. Yo, misol o'lgani kundan o'sha yetib qo'ydim gapi bilan qaytmaydi deb aytish mumkin. Baribir bu unaqa emas. Ichida baribir xohlaydi misol. Chunki boyagi sog'lom, kuchli paytingiz hammasi deyishingiz mumkin-da. Oyoq qaltirab, bel og'rigan paytda keyin qaniydi shu farzandim bo'lsa, yonida tursa, yordam bersa degan bo'ladi. Deydi ham shunaqa. Shuning uchun ham bu o'zligimiz, o'sha milliy qadriyatimiz, diniy qadriyatlarimiz bizni chambarchas biz bilan bog'liq bo'lgan. Biz shu paytga kelishimiz sababchi bo'lgan eng muhim nuqtalardan bittasi va bizning kuchli tomonimiz ham shunda. Hozir hamma rivojlangan mamlakatlar qanaqa bola ko'paytiramiz deb yurganda, biza bolaga joy yetmayapti biz. Tushunasizmi? Maktabda joy yetmayapti. Bu yaxshi, ya'ni qaysi tomondan demografik tomondan biz ko'payamiz, yaxshi. Bu narsa borib boyagi aholi soni bo'yicha yoki talantlar, yoshlar bo'yicha baribir qatta ko'payish. Endi albatta buni boshqa bir tomonlari bor. Misol, o'sha yoshlar ketib qolishi, borib turib o'sha mamlakatda ishlash, misol Hindistonni olishimiz mumkin. Hamma talantlar ketgan Hindistondan, misol uchun. Hamma top kompaniya, YouTube deymizmi, boshqasi deymizmi, top menejerlari Google'da, premyer ministerlar hindlar. Lekin hamma talantlar ketganda, tushunasizmi? Ya'ni boshqa mamlakatda xizmat qilib. Buni holat ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ya'ni bu aytaylik, boyagi ota-ona shunga ta'sir o'tkazishi mumkin. O'tkaza olsa, bolasini to'g'ri muhitga solish. Qaysiki uni kimligini kun oxirida hal qiladi. Oxirgi savollarimizdan biri har bitta spikerimizga beramiz. Savol beraman, keyin blitz savollarimiz bor qisqacha. Ya'ni bizga o'sha qanaqadir bir muvaffaqiyatga erishgan demak odamlar kelishadi. O'zining yo'nalishida kuchli bo'lganlar kelishadi va shaxsan menga ularni kun tartibi juda ham qiziq. Ya'ni qanaqa nechada uyg'onishadi, nechada uxlashadi, qancha vaqt sarflashadi oilaga, ishga, bolalarga, do'stlarga, o'sha haqida bir qisqacha aytib bersangiz. Endi kun tartib masalasi bu juda bir meni hayotimdagi muhim bo'lgan nuqtalardan bittasi. Men endi hamma narsani eng asosini maqsadlar deb hisoblayman. Yillik maqsadlar qo'yasiz. Undan keyin sizni bir oylik maqsadlaringiz kelib chiqadi, undan keyin haftalik vazifalar kelib chiqadi, keyin siz kun tartibingiz paydo bo'ladi. Bu yerda yana bir muhim nuqta har hafta oxirida keyin haftani reja qilish. Va reja qilganingizda, masalan, men kalendarda faqat reja qilaman. Boshqachasiga qilish qiyin. Nimaga? Chunki faqatgina kalendar siz kun tartibingizni ko'ra olasiz, vizualni ko'rasiz va shunga qarab reja qilasiz. Va har kuni kunning oxirida ertangi kunni reja qilaman va shunga bir anaqa moslashishga harakat qilaman. Endi misol uchun uyg'onish masalasida bu menda ozgina moslashuvchan. Qanaqa misol uchun qaysidir kunlar men ertalab 5 da turaman. Nimaga? Chunki men 7 da uchrashuvim bor va hokazo shunaqa bo'ladi. Qaysidir kunlar menda uchrashuvim yoki ish va hokazo soat 10 da bo'lishi mumkin. O'sha kuni misol uchun men 5 da emas, bomdod paytiga turib, ibodatdan keyin misol uchun ozgina dam olishim mumkin yoki sport bilan shug'ullanishim yoki oilam bilan sal keyinroq nonushta qilishim va hokazo mana shunaqa ketadi. Ya'ni bir har kuni qanaqadir bir anaqada yuraman degan narsa yo'q. Lekin shunga yarasha moslashuvchan deganim, qaysidir kuni men 2 gacha ishlashim mumkin. Kerak bo'lgan paytda. Kechqurun. O'sha kuni 2 gacha ishlayman. Qaysidir kuni men misol uchun ko'proq dam olishim mumkin, lekin keyingi kun 4 soat uxlashim mumkin. Shunaqa kunlar bo'ladi. Misol, qaysidir kuni men 7-8 soat dam olaman, vaqtliroq uxlayman, misol uchun hokazo harakat qilaman. Bilaman, chunki undan keyingi kunda men 4 soat uxlaydigan kunim bo'ladi. O'sha kuni lekin misol bir kun oldin ko'proq uxlaganim uchun u kunda men 4 soat ham uyqusirab yurmayman. Shunaqa. Men inson o'zini tushunish kerak birinchi o'rinda. Energiyasi qayerda? Misol, nima ishlaydi u uchun? Men mana shu zo'r ishlaydi, lekin men har kuni bir xil vaqtda anaqa qilishim sal qiyinroq. Nimaga? Bilasiz, tadbirkor bo'lgandan keyin qaysidir kuni meni reja qilasiz, men bugun 10 da uxlayman, ana kuni 11 da bitta uchrashuvim tugadi. Nima qila olaman men?
uyga borguncha 12 bo'ladi. Men bo'ldi birda uxlayman, o'sha kuni tayin, tushunasizmi? Ertasi kuni men baribir soat 6 da turishim kerak, 5 da turishim kerak. O'sha kuni men 4 soat uxlashga majburman. Lekin men uni ertasi kuni kompensatsiya qilishim mumkin. Ertasi kuni ertaroq kelib turib soat 9 da uxlab, misol uchun soat 5 da tursam, yetarlicha uyqu olishim mumkin. Ya'ni bu narsani men boshqarishga harakat qilaman. Asosiysi energiyasiz bo'lib qolmaslik. Uyqusirab yurishingiz bu siz energiyangizga ta'sir qiladi, ishlaringizga, samaradorlikka ta'sir qiladi. Shunaqa va har bitta narsani o'sha kalendarga bog'lab, ish grafikka bog'lab qo'yishga kun tartibda harakat qilaman va balans ushlashga harakat qilaman. Kun tartibimda dars qiladigan soatlarim bor, sport bilan shug'ullanadigan soatlarim bor, oilam bilan o'tkazadigan vaqtlarim bor, yo uchrashuvlar asosan bo'ladi, ishga sarflanadigan vaqt bo'ladi, do'stlar bilan uchrashuv bo'lishi mumkin. Endi bu yerda ham misol uchun do'stlar bilan uchrashuv ham meni holatimda bu choyxona emas. Biz misol uchun ko'p do'stlarim juda ilmli insonlar, biz ko'rishib bitta choy ustida bo'lsa ham nimadir mavzuni muhokama qilamiz. Qanaqadir ilm olasiz. Ilm olasiz, misol uchun tajriba alishasiz. Misol uchun o'tgan kuni ham ikkita do'stim bilan ko'rishdim. 4-5 soat gaplashdik. Juda katta mavzular, misol uchun aytaylik, investitsiya masalalari, ya'ni juda butun dunyoni qamrab oladigan mavzular haqida gaplashdik. Qaysiki qiziq, misol uchun men u uchrashuvga qozon kabob yeyishga emas, balki men suhbat qilishga boraman. Shunaqa uchrashuvlar bo'lishi mumkin, qaysiniki oldindan belgilab qo'yaman. Mana shunaqa tarzda bo'ladi. Endi istisno holatlar safarda bo'lishi mumkin. Safar paytiga hech narsa qilmayman odatda, lekin kun tartibimdagi eng muhim qilinishi kerak bo'lgan vazifalar safarda ham qoladi. Lekin undan tashqari boyagi uchrashuv nimadirlar safarda endi kutilmagan holatlar yuzaga kelishi mumkinligi uchun ham ozgina moslashuvchan. Shuning uchun safarda ilojsiz reja qilmayman hech narsa. Yetib borganimdan keyin o'sha manzilga undan keyin reja qilishim mumkin. Uchrashuvlar nimadirlar Zoom orqali bo'lishi mumkin. Zo'r gapingizdan bitta zo'r narsani tushundim. Ko'p insonlarga savol berishadi, eng hayotdagi muhim resurs nima deyishsa, endi ko'plar uchun vaqt, lekin sizning gapingizdan bu vaqt emas, balki energiya deb tushundim va vaqtni to'g'ri boshqarish emas, energiyani to'g'ri boshqarish to'g'riroq. Ya'ni siz o'shani to'g'ri qilar ekansiz-da. Shunaqa men harakat qilaman shu energiyani to'g'ri taqsimlashga, chunki ba'zi payt rejalaringiz o'zgarib ketadi, energiyangiz bo'lmaydi. Shunaqa paytlar misol uchun ba'zi payt mashg'ulotga borishimga, sport bo'yicha mashg'ulotga charchagan bo'lam boringman. Baribir borganim bilan birinchidan natija bo'lmaydi. Ikkinchidan yanada charchayman. Undan ko'ra o'sha kuni dam olaman. O'sha kuni vaqtliroq uxlashim mumkin. O'sha kuni oilam bilan o'tirishim mumkin. Ya'ni inson reja qiladi, lekin voqelikdan kelib chiqib rejani moslashtirish kerak. Men rejaga 100% amal qilaman deyish o'zi xato. Chunki siz rejangizni voqelikdan kelib chiqib tuzmagansiz. Bu sizning xohishingiz. Voqelikda siz misol uchun mazangiz bo'lmay qoldi. O'sha kuni nima qilasiz? Yugurishga chiqasizmi yo'q chiqmaysiz? Uyda dam olasiz. Demak, moslashtirishga va buni normal qabul qilish kerak. Ya'ni bu yerda muhim nuqta bor. Rejalar ikki xil holatda o'zgaradi. Birinchisi misol uchun siz ta'sir qila oladigan faktorga ko'ra, ikkinchisi ta'sir qila olmaydigan faktorga ko'ra. Ta'sir qila olmaydigan faktor bo'lsa qabul qilish kerak. Taqdir ekan, shu ekan, rozi bo'lish kerak, reja qilib ketaverish kerak. Ta'sir qiladigan faktor. Instagramda ko'p o'tirib qo'ydingiz, YouTube'da ko'p o'tirib qo'ydingiz, mas'uliyatsizlik qildingiz va hokazo. Shunaqa holat bo'lsa, o'zingizni qo'yishingiz kerak. Ya'ni bu narsa o'zgartirishga harakat qilish kerak mana shunaqa paytda. Shunaqa nuqtasi bor. Zo'r. Endi blitz savoliga o'tsak, qisqasi savollarimiz bor. Hop, hayotingizni o'zgartirgan kitob bormi shunaqasi? Hayotingizni o'zgartirgan kitob. To'g'risi, hozir bitta kitob xayolimga kelmadi. Sababi kitoblar o'zi bilamizki, biz o'zimizda qanaqa muammo bo'lsa, o'sha muammoga yechim sifatida kitob o'qiymiz-da. Chunki biz muammoyimiz bor, yechim bilim olish. Biz nimadir bilmaymiz. O'sha bilim olish usullaridan bittasi mana kitob o'qish. Bo'lishi mumkin, siz mutaxassis bilan suhbat qilishingiz mumkin, YouTube'da video ko'rishingiz mumkin, dars o'tishingiz mumkin. Bittasi kitob. Shuning uchun o'sha kitobni o'qigan paytim hayotimda o'sha yo'nalish o'zgargan bo'lishi mumkin. Lekin butun hammasini fundamental o'zgartirgan kitobda faqatgina misol uchun o'sha hayotni hamma yo'nalishni qamrab oladigan kitoblarni etsa bo'ladi-da. Bitta kitobni mana shu o'zgartirdi deyish qiyin. Mana shu o'zgartirdi. Misol hozir men aytishim mumkin, qaysi biznesga tegishli, lekin u meni sportga anaqa o'zgartirmagan qarashim yoki oilaga qarashim o'zgartirmagan. Lekin men misol uchun bitta kitob aytishim, ijtimoiy odoblar. Shayx Muhammad Muhammad Yusuf ijtimoiy odoblar kitobi bor. Bu kitob nima bir yaxshi tomoni, hamma ijtimoiy masalalarni deyarli qamrab oladi. Mana shuni fundamental o'zgartirish deyishimiz mumkin. Agar biz uni o'qib chiqsak, unga amal qiladigan bo'lsak, odoblar haqida gapirilgan u yerda. Qanaqa salomlash kerak, qanaqa gaplash kerak, qanaqa ovqatlanish kerak. Birovning telefoniga qarash mumkin emasmi o'zi?
Ya'ni fundamental ko'pchilik amal qilmaydigan. Lekin bu narsa farosat deymiz, mana shu narsa farosat o'zi. Shu narsani bilishingiz, demak bu odob, buni o'rganish kerak. Mana shu kitobni aytishim mumkin. Qaysiki, misol uchun, meni holatimda aytaylik, misol uchun hayotimni o'zgartirib yubordi deyishim qaysidir ma'noda 100% to'g'ri bo'lmasligi mumkin, lekin fundamental ko'p yo'nalishda o'zgartirish shu kitob qilishi mumkin deb o'ylayman. Chunki bu kitobda o'sha ijtimoiy masalalar, ijtimoiy odoblar masalalari yozilgan. Shu kitobni aytishim mumkin. Yaqin 10 yildagi eng kerakli, muhim bo'ladigan ko'nikma sizcha qanaqa? Yaqin 10 yilda eng kerak bo'ladigan ko'nikma menimcha bu muloqot qilish ko'nikmasi. Nima sababdan? Chunki hozirda juda ham ko'p ijtimoiy, maishiy masalalarni ishga taalluqli bo'lgan professional masalalarni hammasini hozirgi sun'iy intellekt va juda ham ko'p vositalar yopadi kelayotgan 10 yil ichida. Misol uchun qaysi yo'nalishda insonlar misol kerak bo'lmay qolishi mumkin. Ular ishini 100% va yaxshiroq sun'iy intellekt bajarishi mumkin. Bunda holatda endi bu yerda moslashuvchanlik ham kerak deyishimiz mumkin edi, lekin moslashuvchanlik siz vaziyatga har doim moslashasiz. Lekin muloqot bu inson bilan inson muloqot. Baribir hamma ishni ijtimoiy har xil misol maishiy ijtimoiy professional masalalarni sun'iy intellekt yopgan taqdirda ham uni ustida bari inson turadi deb o'ylayman. Shuning uchun insonlar bilan kelisha olish, muloqot qilish bu hech qachon eskirmaydigan ko'nikma. Chunki o'sha muloqot qilish, kelisha olish 1000 yil oldindan bo'lgan. 1000 yil oldin, misol uchun 1000 yil oldin sizda moslashuvchanlik bo'lmagan bo'lishi mumkin. Nimaga qaysidir qabilalar qirilib ketgan ob-havodan va hokazo. Yoki bo'lishi mumkin o'sha paytda boyagi IT bilimlar, nimadirlar yo'q bo'lgan. Misol uchun intellekt darajasi yo'q, lekin har doim muloqot bo'lgan. Har doim muloqot qila olgan odam yutgan. Har doim urushda bo'ladimi, boshqa tinchlikda bo'ladimi, kelisha olgan, muloqot qiladigan odam yutgan. Shuning uchun ham texnologiya hozir qay darajada yuksalmasa, men o'ylaymanki, o'sha muloqot ko'nikmasi dolzarbligicha, hozir ham dolzarb va dolzarbligicha qoladi. Qolgan ko'nikmalar vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin. Qaysidir davrda kerak emas. Misol uchun, hard skilllar, soft skilllar hattoki kerak bo'lmay qolishi mumkin. Hozir ko'plar aytishadi, emotsional intellekt juda ham muhim, to'g'ri, muhim, lekin bu o'yinlarning muhimlik darajasi pastroq tushgan. Lekin muloqot har doim aktual bo'ladi. Har doim chunki muloqot qilishimiz kerak. Chunki biz ijtimoiy bir mavjudotmiz, ya'ni har doim biz muloqot qilib turishimiz kerak. Mana karantin payti nima bo'ldi? Biz uzilib qolganimizda inson uyda o'tirib siqilib ketdi. Nimaga? Muloqot yetishmadi unga. Jonli muloqot yetishmadi. Ya'ni Zoomda bo'lishi mumkin, lekin bari jonlisi boshqacha. Shuning uchun men uchun muloqot ko'nikmasi kelajak 10 yilda ham o'zining aktualligini yo'qotmaydi. Zo'r. O'zingizni 18 yoshligingizga maslahat. Shu ishni qilma deydi. Biznes ochmas. O'zimni 18 yosh bo'lganimda maslahat nima degan bo'lardim? Ko'p kitob o'qishni maslahat bergan bo'lardim. Ko'p kitob o'qishni, atrofdagi insonlarni filtrlab ular bilan muloqot qilish. Ya'ni biz majbur emasmiz, bizni atrofimizda bor insonlar hammasi bilan gaplashishga, muloqot qilishga. Yoshida katta bo'lgan do'stingiz bo'lishi mumkin, lekin u misol uchun betayin bo'lsa, siz majbur emas u bilan bir umr do'st bo'lishga. Shuning uchun atrofdagi insonlarni yaxshi filtrlash va ular bilan muloqot qilish degan bo'lardim. Ya'ni ko'p kitob o'qish, bilim olish, kitob o'qish, bilim olish, muloqot qilish, sport bilan shug'ullanish, triatlon bo'lsa undan ham yaxshi, ertaroq natijalar balki yaxshi bo'lardi. Shunaqa degan bo'lardim. Ya'ni men shu 3 ta tavsiyani bergan bo'lardim. Ya'ni bu birinchisi, shu ko'proq bilim olish. Har xil sohada bo'lish kerak. Bu cheklanib faqat professional bilim emas, misol uchun. Har xil sohadan bilim olish. Ikkinchisi bu atrofdagi insonlar kimligiga e'tibor berish, to'g'ri insonlar bilan birga bo'lish, birga misol uchun ular bilan do'st bo'lish va hokazo juda katta o'sish faktori bu. Va uchinchisi bu sport bilan shug'ullanish. Nimaga? Bu energiya masalasi. Agar inson yoshligidan sport bilan doimiy shug'ullanib kelsa, uni energiya misol uchun darajasi qolganlarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Shuni vaqtliroq tushunish, doimiy ravishda sportni misol uchun kun tartibiga kiritish. Mana shuni maslahat bergan bo'lardim yoshlikdan. Oxirgi blitz savollarimizdan biri jamiyatda o'zgartirish mumkin bo'lgan, ya'ni sizni qo'lingizda bo'lsa shu narsa, jamiyatda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Ya'ni bitta narsani. Bitta narsami? Hozir o'zbek jamiyatida. Maktabdan
o'zgartirish mumkin bo'lganda, endi misol uchun ta'lim bu katta anaqa da'vo. Ya'ni biz bitta narsa deydigan bo'lsak, bu Yo'q, endi tasavvur qiling, siz shu narsaga ta'sir o'tkaza olasiz. albatta ta'sir o'tkaza olganimizda. Albatta ta'lim, lekin misol uchun qanaqa bir kichikroq narsa deydigan bo'lsak, o'zbek xalqini irodaviyligini o'zgartirgan bo'lardi. Irodaliroq bo'lishini qaysidir nuqtalarda har doim ham xo'p deb ketish emas, balki o'zining shaxsiy fikriga ega bo'lish. Chunki shaxsiy fikriga ega insonlargina o'zgartirish qila oladi. O'sha narsani balki o'zgartirgan bo'lardi. Zo'r. Jahongir aka, kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizga ham taklif uchun kattakon rahmat. Yaxshi suhbat bo'ldi deb o'ylaymiz. Xudo xolisa ko'rganligi foydali, manfaatli bo'lsin. Rahmat. Vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar.